Leksiya faoliyatimizning eng oxirgi bo'limiga kelib qoldik. Bizga bu qismda tunji bo'lib doktor Rahila Kashg'ari Uyg'ur o'quvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklar va uni hal qilish choralari degan temada leksiya so'zlab berdi. Qani sahnaga marhamat. Bunu ekran Assalamu alaykum. Hörmətli mehmanlar, hammalar xoş kelibsizlar. Men Uyg'ur o'quvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklar va ularni hal qilish usullari haqida o'zimning ko'z qarashimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Biz nemishqa Uyg'ur o'quvchilar temasini tilga olamiz ve nemishqa ularning qiyinchiliklariga diqqat qilamiz, nemishqa ularning qiyinchiliklariga yordam qilishni orzu qilamiz yoki tilga olamiz degan masalani biz o'tirg'a qo'yish uchun oldi bilan hozirgi vaziyatimizni tushunib chiqishga to'g'ri keldi. Hozir bizning Xitoy bilan oramizdagi kuch farqimiz nihoyatda cho'ng'ayib ketdi. Buningdagi hal qilg'uchi omil nima? Buningdan 70 yil burun biz Xitoy bilan ustalga o'tirib sulh tuzishga qissagan bo'lsak, Xitoyni uch viloyat inqilobi deb ismlantirgan bizning milliy mustaqillik urushimizning portlashi bilan birga biz Xitoy bilan ustalga o'tirib 8 oy davom qilgan bir suhbatni o'tkazadigan bo'lsak, o'sha vaqtda 70-80 yildan keyin biz nima deb hozir Xitoyni mushundaq ustalga o'tqazolmaymiz. Buningdagi sabab nima? Buni o'ylashimiz kerak. Undan keyin hozir bilim dunyosi Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirishda bilimning qanday roli bor? Buni o'ylab chiqishimiz kerak. Va bilim nima bilan bo'ldi? Oliy ma'lumotli kishilarning yetishib chiqishi bilan va bu kishilarning bilimni yangidan shakllantirishi yoki ijod qilishi bilan bo'ladi. Bu oliy ma'lumotli yoshlarni biz qanday yetishtirib chiqamiz yoki ularning yetishib chiqishida biz qanday rol o'ynaymiz? Mushu masalani o'tirg'a qo'yish uchun biz hozirgi yoshlarning oliy maktablarda o'qiyotgan o'quvchilarning masalalariga nazar og'dirishimiz kerak degan tushuncha bilan men bu leksiyani tayyorladim. Endi biz Xitoy bilan oramizdagi kuch farqining bunchalik cho'ng'ayib ketishining sababiga qaraydigan bo'lsak, hozir bizda bilimlik insonlarning sonining nihoyatda oz bo'lganligini ko'ramiz. Umumiy nüfusga nisbatan elib aytganda bizning vatanimizda o'qigan ziyolilar 1949dan keyin har xil sabablar bilan o'ldirildi. Buni hammamiz bilamiz. Har xil ismlar bilan o'ldirilib, nimalarga palashlarga uchrab, qiyin eg'ir ishlarda ishlashga majbur bo'lib, o'zining bilim bilan mashg'ul bo'lgan hayotini turmalarda o'tkazdi yoki eg'ir
ishlash joylarida o'tkazdi. Shuning uchun bizning umumiy nüfusumuzga nisbatan elib aytganda bilimlik, yuqori ma'lumotli insonlarning saviyasi ya soni nihoyat az. Ondan keyin umumyuzlik bir nodonlik bosqichi bor. Bu 20 asrning beshida biz buni ko'ramiz. Jadidchilarning hayotidan ko'ramiz. Bizning vatanimizda bir oliy maktab hozirgi ma'nodagi zamonaviy oliy maktab bo'lmaganligi uchun kishilarning chet ellarga o'qishga borganligini, bu chet elning Xitoy emas, Sovetlar Birligidagi Turk Cumhuriyetlarda bo'lganligini, Toshkentchilar degan ism aşadan kelgan. Shuni ko'ramiz. Ondan keyin manqurtliq deb ismlantirgan bir kishilarni ko'ramiz aramizda. Buni men yana maqolaning keyingi bosqichlarida tushundirman. Bu yerdagi manqurtlikni hozir qisqacha tushuntirsam, o'zligidan uzoqlashish va milliy qadr-qimmatlarga yotlashish deb tushuntirib o'tishga bo'ldi. O'zining kimligini bilmagan, o'zining tarixini, o'zining shonliq tarixini bilmagan insonlar yetishib chiqqandan keyin bir robotga o'xshash boshqalar qayoqqa yetilsa shu yoqqa mangadigan, boshqalar uchun xizmat qiladigan, o'zining manfaati uchun emas, o'zining xalqining emas, xalqning manfaati uchun o'zining xalqiga ziyonkashlik qiladigan insonlar yetishib chiqdi. Bu her vaqt aramızda bazı tarixiy bosqichlarda ko'p bo'ldi, bazı tarixiy bosqichlarda az bo'ldi, ama butunlay yo'q bo'lmadi. Shuning bilan bu omillar bizning kuchimizni ojizlashtirishga boshladi. Albatta bundan boshqa nurg'un omillar bor. Bu yerda endi qisqacha asosliq mushularni deyishga bo'ldi vaqt munosabati bilan. Xitoy bizni qarshi taraf deb qarab, biz bilan sulh tuzish uchun ustalga o'ltiramdi hozirgi sharoitda. Buni qaraydigan bo'lsak, biz bu kunga qanday keldik? Xitoy biz bilan hozir sulh tuzib ustalga o'tiradigan, biz uni majburlaydigan kuchga egami? Buni qaraydigan bo'lsak, biz bu kuchimizni qachon yo'qotib qo'ydik? Yoki Xitoyning ishg'oliyatiga qachon kirdik deb qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizning tariximizda 17-asrdan boshlab bu Xitoyga qul bo'lish taqdiriga ul silinganligini ko'ramiz. Vaqt munosabati bilan buning tafsilotini o'qimayman. Kitob taqtildi, kitobda texnik tafsili bor. Shuning bilan bizning sarson sargardonlik hayotimiz boshlandi. Ekran anlaşmıyor. Benim şıkkındak bulanda. Siz devamlaştırın. Bu yerda texniklik bir masala bo'tdi. Endi oliy ma'lumotli, bilimlik insonlarning ko'p bo'lishi nima ishga yaraydi? Agar biz bir kemani o'ylaylik, kema yo'lini yo'qotib qo'ydi, nishondan ezib ketdi. O vaqtda yo'lni biladigan kishilarning soni ko'p bo'lsa, biz o'ng'imangmiz desa, o'ng'imangdiganlarni qo'llaydiganlar jiq bo'lsa, kema o'ng'imangdi, nishon o'ngdi bo'lsa, to'g'ri yo'lga menib maqsadga yetalaydi. Agar u kemada yo'lni biladigan odam bir tal qilib, qolgan yuzlarcha kishi yo'lni bilmaydigan va xato biladigan bo'lsa, hammasi so'lni ko'rsatadi. O vaqtida o'ng tarafni ko'rsatgan kishi yolg'iz qoladi va xato tarafga minib hammasi ulab ketadi. Shuning uchun bu yerda bilimlik insonlarning ko'p bo'lishi bir jamiyatda, Uyg'ur jamiyati uchun elib aytganda Uyg'urlardan chiqqan bilimlik insonlarning ko'p bo'lishi Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirishda nihoyat muhim. Mushu nuqtadan elib aytganda bizning yoshlarni yetishtirishimiz
bizning birinchi vazifamiz bo'lishi kerak hozir. Chunki bu ishlar adam bilan bo'ladi va Uyg'urlar bilan bo'ladi. Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirishni boshqa millatlar, boshqa xalqlar Uyg'urlarni tadqiq qilishi mumkin. Uyg'urlarga fikr berishi mumkin, maslahat berishi mumkin, ammo oxirgi qarorni ular bera olmaydi. Chunki ular Uyg'urlar emas, Uyg'urlarning yashagan hamma narsani ular birma-bir yashagan emas. Biz his qilgan narsalarni ular his qila olmaydi. Ular faqat tadqiqotchi yoki maslahatchi o'rnida turadi va ular hech qachon biz uchun, bizning manfaatimiz uchun ishlamaydi. Shuning uchun biz o'zimizning yetishtirgan odamlarimiz bilan da'vomizni etmoqimiz, boshqa chet elliklarning, boshqalarning fikrlarini anglaymiz, maslahatlashimiz, lekin oxirgi qarorni yana biz o'zimiz beramiz. Shuning uchun bizga o'zimizdan yetishib chiqqan qobiliyatli insonlar kerak. Agar bizda qobiliyatli insonlar bo'lmasa, o vaqtida biz boshqalarga muhtoj bo'lamiz degan gap. Mushu 3 viloyat inqilobiga doir cho'ng ishlar xotirasiga qaraydigan bo'lsak, shu kitobning 163-betida Xitoylarning qandoq ustalga olib kelganligi, bu jarayon hammasi yezig'liq. Hozir biz nemishqa mushuni qilolmaymiz degan nuqtada biz bilimga ahamiyat berishimiz kerakligini tushunishimiz kerak. Shunday bir savol so'rag'im keldi ko'pchilikka. Korona vaqtida korona aşısını vaksinani boshqalar ijod qildi. Germaniyada yashaydigan turk ikki kishi ijod qildi va shu munosabat bilan Turkiyaga bu vaksinani setish ne qo'lga keltirdi. Agar Uyg'urlar ijod qilgan bo'lsa qanday bo'ladi? Mushu vaksinani. Uyg'urlar ijod qilgan bo'lsa, ben bu vaksinani ijod qildim. Qaysi davlatda yashasa. Buning patent haqqini men o'tkazib berish uchun men vatanimga mundaq siyosatlarning yuritilishini talab qilaman. Bo'lmasa men buni qilmayman degan bo'lsa qanday bo'ldi? Bizning taqdirimiz o'zgardi. Butunlay o'zgarmadi deyli, bizning vatandagi aşı azab chekayotganlar kamplar itilib azab chekayotganlar qutula olamdi. Bularni biz o'ylab baqsaq bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bolalarni maktablarda o'qitish nihoyatda muhim. Undan boshqa hozir o'qiyotgan yoshlarni yetishtirish texmo muhim. Shu munosabat bilan men bir savollarni tayyorlab, anket oliy maktabda o'qiyotgan yoshlarga bunu to'ldirish uchun avatdim yoshlarga. Bu anketda qatnashganlar to'g'riliq umumiy uchurlardan 3 savol bor, yoshlar duch kelgan qiyinchiliklardan 5 savol bor, yoshlar bu qiyinchiliklarni qanday hal qildi degan masalada 2 savol bor, qiyinchiliklarning yoshlarga qanday ta'sir bo'ldi degan nuqtada 3 savol bor. Mushunaq bo'lib, jami 13 savol bor. Bu savollarning oz bo'lishiga sababmi ko'proq kishi qatnashsin demakchi. Umumiy uchurlar qaraydigan bo'lsa, qatnashganlar 15 kishi, qizlar 12, o'g'illar 3. İctimai fan 12, tabiiy fan 3. Bularning ichida to'liq kursga qatnashgan kishi 4, magistr o'qiyotganlar 8, doktorlik o'qiyotganlar 3. Endi biz bundan nimani ko'ramiz? Bu son butun Uyg'ur o'quvchilarga vakillik qilolmaydi albatta. Ammo mushu qatnashgan o'quvchilarni nazarga olgan vaqtimizda ijtimoiy fan o'quvchilarning ko'pligini bu anketga, savolnomaga qatnashgan o'quvchilarning qizlarning ko'p qatnashganligini va magistr saviyasida o'qiyotgan yoki bitirganlarning ko'p ekanligini ko'rib olamiz. Yoshlar duch kelgan qiyinchiliklarning ichida kasb tanlash jihatda %26.17% kishi kasb tanlash jihatda qiynalganligini tilga olgan. Bu bizning o'quvchilarga yordam qiladigan, yo'l ko'rsatadigan shaxs va tashkilotlarimizning yetarsiz ekanligini ko'rsatadi. Ko'plari o'zi izlanib, o'zi qaror bergan bir kishi
tanlagan kasbidan naiti xoşalamasligini, yaxshi ko'rmaydiganligini, kasbini pushaymon qilganligini tilga olgan. Bu biz uchun bir yo'qotish. Bir kishining mayli bu doktora o'qiyotgan bo'lsin, mayli magistr o'qiyotgan bo'lsin, u bosqichga kelib, bundan voz kechishi demak, o kishining vaqtiga, zehniga, shu vaqtgacha bergan ajriga uval bo'ldi degan gap. Bu aslida bundaq bo'lmasligi kerak. Ondan keyin turmush chiqimlarini qanday hal qilganligi haqida %86.7 o'quvchi bir yoqdan ishlab, bir yoqdan o'qiydiganligini tilga olgan. Bu biz uchun bir numus. Chunki agar birisi tadqiqot bilan shug'ullanaman desa, u vaqtining dam olishdan boshqa vaqtining ko'p qismini shu kitob o'qishga, tadqiqot qilishga, izlanishga sarf qilish kerak, kutubxonalarda o'tkazish kerak vaqtini. Lekin bu bolalar ishlaydi. Turmushini qamdash uchun ishlashga majbur. Ammo ishlab, turmushini qamdab, eshib qolgan vaqtida o'qiydi yoki tadqiqot qildi. U vaqtida bu tadqiqotning natijasi qanchalik bo'lmoqchi? O'zining kasbidagi boshqalarni besib tushadigan, ularning hammasining yuqori saviyada bir narsa o'tirib chiqara oladi bir tadqiqot natijasi. Biz qaraydigan bo'lsak, Yevropa, Amerikada, davlatlarda tadqiqotchilar bor, bizning tilimizni o'rgangan yoki boshqa turk xalqlarini tadqiq qiladigan. Ularga bütün imkonlar berildi. Ular berib yerim ishlab, yerim o'qib, balkim ishlashi mumkin, ammo bizga o'xshash faqat turmushini qamdash uchun bir kitob olmoqchi bo'lsa, men ishlamsam bu kitobni ololmayman deb turib ishlaydigan ahvolda emas. Shuning uchun bu yerda bu o'quvchilarning turmushini qamdayanmasligi %86% o'quvchining ishlab turib o'qishi aslida bizning bu bolalarga yetarlik darajada ega chiqmaganligimizni, bu bolalarga yetarlik darajada bu bolalarni qo'llab quvvatlamaganligimizni ko'rsatib berdi. Bu o'quvchilardan yana %46.7% kishi maktabda kayfiyatini tanishishda qiynalganligini tilga olgan. Darslarda boshqalar bilan teng bu darslarni etmenish qiyin emas ular uchun. Uyg'urlar chunki bek aqlliq, bek tirishchan. Ammo o'zining kayfiyatini tanishishda qiynalganligini tilga olgan. Nimishqa? Chunki ular Uyg'ur jamiyatining bir parchasi. Biz buni mayli qabul qilaylik, mayli qabul qilmayli, bu yoshlarmi biz yashagan butun dard alamni teng yashayotdi biz bilan. Va shu dard alamning ichida o'qib ma'lum bir nuqtaga kelishga tirishyapti. Shuning uchun biz o'zimizning dardlarimiz bilan bo'lib ketib, bu dardni faqat menlam yashayapman, ota-onasi bilan ko'rishaolmagan faqat men degan bir tuyg'u bilan harakat qilmasligimiz kerak. Buni butun Uyg'urlar, butun yoshlar yashayapti. Yine %33% o'quvchi qiyinchilik uchraganda hech kimni izlamaydiganligini tilga olgan. Uyg'ur tashkilotlarini izlaydigan kishi faqat %20%. Bu yana Uyg'ur tashkilotlarining to'liq ishonchiga erishamaganligini ifodalaydi. Agar bir tashkilot, nihoyatda kuchli bir tashkilot bo'lsa, bir o'quvchi qanday qiyinchilik uchrasa berib, men ash tashkilotga borsam menga yordam qildi yoki mening bu masalamni hal qilishimga bir yo'l ko'rsatdi degan bir ishonchisi bo'lsa, u cho'qim ashaga boradi. Ondaq bir ishonchisi bo'lmaganligi uchun hech narsaga bormagan. Bumi bizning tashkilotlarimizning yetarlik darajada ish qilmayotganligini ko'rsatdi. Bu yerda shunday bir masala bor. Mening tashkilotim, mening tunishlarim. O'zining atrofidagi kishilarga, o'zi biladigan kishilarga yordam qilish, u bizning nimaga kelmagan bo'lsa, u bizning raqibga yoki bizning tashkilotga, u bizniga salom bermaydi, u bizni tunimaydi, bo'ldi, qo'yinglar uni deb. O'zi tunaydigan kishilarga yordam qilish. Bu to'g'ri usul emas. Bu dard hammamizning dardi. Bu vatan hammamizning vatani. Bu yoshlar hammamizning bir parchasi. Shuning uchun agar u kelmasa, biz uni izlab berishimiz, ular bilan suhbatlashishimiz, u har xil ideologiyadagi kishilar bir yerga kelib, boshqa ideologiya bilan urush qilish yoki put tepish uchun emas.
Ahırkı nişanımız nima? O ahırkı nişanı yetiş üçün biz bir devlet bolsak, Şarkı Türkistan, bu devletin içinde her xil ideologiya buluş mümkün. Yağlıqça yemaydigan buluş mümkün, yağlıqça gidigan buluş mümkün, yoki namazı qo'ydigan buluş mümkün, o'qimaydigan buluş mümkün. Bularning hammasi mushu devletning fuqarosi va mushu devlet uchun ishlaydigan kishilar. Va mushu devletni oxirigacha davomlashtiradigan kishilar. Agar bir oilani o'ylaylik, bir dadaning 5 bolasi bor. Birisi o'g'ri, birisi olim, birisi yog'ochchi, birisi mo'zduz, birisi dehqon. O vaqtida bu dada "Ma olim bo'lgani mening balam, o'g'ri mening balam emas" deb oqisini qilsa, o o'g'ri bir ish qilsa, bu dadani izlab kelamdi ekanmamdi. Bu sening balang. Sen uni tunmayman deb qutlanmaysan. Ha, mening balam olim, balam yog'och cho'p qoldi, bo'ldi, o sal jafoliq ishlaydi ekan, ma kiyimlar bak mehnat qildi ekan, dehqon mashina ekan, bo'ldi, men ularni mendan uzoq tutsin. Undaq narsa yo'q. O dadaning bolalari, hammasi uning bolalari. Davlat shunga o'xshaydi. O'xshamagan ko'z qarashdiki, o'xshamagan ideyadagi hamma odam, hamma Uyg'ur shu davlatning fuqarolari. Shuning uchun biz yoshlarga yordam qilgan vaqtimizda onun farklı ideologiyasi yoki farklı söz hareketini asas o'ringa qo'ymasdan, onun agar hatto milliy tuyg'usi bo'lmasa, uni o'zimizga, Uyg'ur jamoatiga qozondirish uchun, bizga qaytarib akilish uchun kurash qilishimiz kerak. Ularga shunday bir mehr-muhabbat bilan yordam qilishimiz kerak. Bu o'quvchilarning ichida %86.7 kishi qanday qiyinchilik bo'lsin, kasbini davomlashtirganligini ifodalagan. Shunga qaraganda bu Uyg'ur bolalar qandaqli bo'lmasin, men tirishiman, jafo tasam mayli, oxirgi nishonimga yetaman degan bir ko'z qarash bilan o'qiyotdi. Demakki, bu ularning umidvor ekanligini ifodalaydi. Ve %61% o'quvchi o'zi turayotgan davlatda bir kishilik o'ringa ega bo'lganligiga ishonganligini va buning uchun tirishganligini bayon qilgan. %40 o'quvchi bo'lsa, boshqa davlatga ketgisi borligini bildirgan. Bu boshqa davlatga ketmak. Men bu yerda savolnomani tayyorlaganda anketni hech kimning ismini, hech kimning davlat tavalligini talab qilmadim. Shuning uchun men bilmayman bular kimlar. Bu yerda %40% o'quvchining boshqa davlatga ketishni orzu qilganligi nimani ifodalaydi? Bu yerga bo'lgan ishonchisini yo'qotib qo'yganligini ifodalaydi. Shuning uchun biz butun davlatlardagi ziyolilar o'zimiz turayotgan davlatlardagi yoshlarga ega chiqishimiz kerak. O yoshlarning ma'lum bir saviyada, ma'lum bir o'ringa ega bo'lishiga biz qo'ldan tutishimiz kerak bo'lsa, bir nechimiz birlashib, mo'rimizga ko'tarib, uni aşaga chiqarishimiz kerak. Bu bizning vazifamiz. Endi biz yoshlar uchun nimalarni qilib bera olamiz, qila olamiz? Bularning qiyinchiliklari yoki qiyinchiliklarga tutgan pozitsiyasini ko'rdik. Biz nimalarni qila olamiz degan vaqtida, shu maslahat berish jihatda haqiqatan to'g'ri maslahat bera oladigan shaxs va tashkilotlarning bo'lishi kerak deb qarayman. Undan keyin deganimdek, butun davlatlardagi ziyolilar yoshlarga yordam berish kerak. Shuning bilan birga bizning qanchalik yoshlarimiz bor, qaysi davlatda nima kasblarni o'qiyotdi, qaysi bosqichda kimlar o'qiyotdi, buning bir statistikasi yo'q bizda. Biz bilmaymiz. Masalan, Turkiyada qancha o'quvchi bor, uni bilmaymiz. Kim nimalarni o'qiyotdi, uni bilmaymiz. Buni bir planliq, strategiyalik bir xizmatga aylantirishimiz kerak. Bir davlat, biz bir davlatning vakillari, Sharq Turkistonning vakillari biz hammamiz mishada o'tgan. Shuning uchun biz bir davlatdagi ishlashimiz kerak. Bu yoshlarni biz bilib, qaysi kasbda qanchalik odam o'qiyotdi, unda bo'lsa bizga davlatimiz qurilsa yoki ozod bo'lsa, biz kessak, bizga yana qaysi kasblarda, hozirgi zamonaviy kasblarda odamlar lozim. Biz shularga qarab
sistemlik bir şekilde kasblarga bölüşümüz gerek, balalarni yol gösterishimiz gerek. Ondan keyin o'quvchilarga iqtisodiyotdan yordam beradigan kishilar va tashkilotlar bor, parcha-parcha. Bularni bir ko'lchak deb atashga bo'ladigan bir sistemaga bog'lab, u ko'lchakka hammadan yordamini tashlasa, bütün o'quvchilar shu ko'lchakdan so'yishsa, bu şekilde belki texmi mantiqli bo'ldi deb o'ylayman. Bo'lmasa, abam deganimdek, hammasi o'zi tunuydiganlarga yordam berdi, tunumaydiganlar bir chetda qoladi. Yoki yordam ismi bilan yig'ilgan pullarga ba'zilar samirdi. Ondan keyin shunday bir proje bo'lsa deb o'ylayman, oila bilan yoshlarni uchrashtirish, bolalarni uchrashtirish. Buni bizning yoshlarimiz qildi, qilganligini men bilaman. Ota-onasi yo'q kichik bolalarning yoniga berib, mehr yetkazish faoliyati deb o kichik bolalar bilan shu yoshlar, oliy maktabda o'qiyotgan bolalar haftada bir kun birga vaqt o'tkazib, ular bilan ham o'zlari ma'naviy jihatdan bir tasalli topadi, ham o kichik bolalarga Uyg'urlar bilan munosabatlik narsani o'rgatadi, ularga illiqlik, mehr muhabbat yetkazadi. Biz buni oilalar bilan yoshlar o'rtasida qila olishimiz mumkin. U yoshlarning oila muhabbatidan bahramand bo'lishiga, chunki oilalaridan ayrilib ketgan, oilalaridan xabar olamagan yuzlarcha yosh bor hozir chet ellarda. Ondan keyin doktorlar psixologik jihatda yoshlarga balkim yordam qila olishi mumkin. Hozir ham mavjud o'quvchilar mushundaq qiyinchiliklarni tortib o'tibdi. Endi bundan keyin yana bizga yangi o'quvchilar kelamdi, albatta keladi. Biz buni nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Chunki hozir vatanga berib kelayotganlar bor. Bundan keyin vatandan yana chet elga o'qishga chiqadiganlar bo'lishi mumkin yaqin zamonda. Ular kelsa, ularni biz qanday kutib olamiz? Ularni biz o'zimizning sepimizga qanday qo'shimiz? Ularni vatanimizning kelgusi uchun qanday tayyorlaymiz degan masalani biz hozirdan o'ylashib, bular bilan munosabatlik ba'zi xizmatlarni, tayyorliklarni qilsak bo'ldi deb o'ylayman. Ondan keyin aytilish faoliyatlari, hol so'rash, mehr muhabbat yetkazish, buni oilalar bilan yoki tashkilotlar to'rlarda e'lon berdi, u to'rlardagi e'longa qarata kelganlar keldi, kelmaganlar kelmaydi. Buningga bir chora tepish kerak. Ko'p kishining qatnashishi uchun. Yoshlar ulgu bo'la oladigan, kasbida muvaffaqiyat qozongan kishilarni yoshlar bilan uchrashtirish, bu faqat leksiya bilan bo'lmaydi. Ularni uchrashtirish faoliyatlari muhim. Abam deganimdek, har bir davlatda chuqur, noit yaxshi yetishgan yoshlar bo'lishi kerak. Mellan bular emas, biz birlikda kuchlik degan slogan bilan, degan shuar bilan biz yoshlarimizni bo'rimizga ko'tarib, davlatning muhim o'rinlarga ishga kirishiga, millat vakili bo'lishiga, siyosiy partiyalarda muhim o'rinlarda xizmat qilishiga, ma'lum bir davlatda davlat boshlig'i, jumhur boshlig'i bo'lishiga biz kuchishimiz kerak. Biz ashuna qilsak, u davlatlarning siyosatiga ta'sir qila olamiz. U davlatlarning Uyg'urlar uchun foydali siyosat elib berishiga va yoki Uyg'urlar uchun foydali boshqa xizmatlarni qilishiga foydali bo'la olamiz. Hozircha men mushuni deb turay, buning tafsiloti yana maqolada yozilgan. Ko'pchilikka rahmat. Doktor Rahila Qashqariyning qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hamda navbatda bizga Dilshod Barishchi apandim so'zlab beradi. Dilshodga sahnaga marhamat. Sizning leksiyaning temasi 1990-2020 yillari orasida Sharqi Turkistonning real nufusidagi o'lim nisbatlarining haqiqiy ahvoli.
Saat 10'da. Şu şeyden değil mi o? Tamam. Efendiler, hanımlar, hammalarına hoş vakti hayırlı olsun. Ben hem de Şarkı Türkistan'ın Nopos hakkında köpleyen liselerini sözüldüm. Buldu 2023'te de aynı Nopos hakkında bir liseye sözlügendim. Ben bu liselerini Nopos hakkındaki işlerinizi uzun yıllardan beri sözlep geliyordu ben. Ama bizden bulup mu diasporadaki bir kısım Uygurlarımızga anlatamadım hazırgıça. Hatta beni tılgallama oldu. Bugün yagan sözlep yagandım bizden bişimizden kaymakta dedeydigan. Ama benim sözgenlerimden hemmesi ilmi sonunda. Hepsi bilimsel hesaplamalar, matematiklik, statistiklik hesaplamalar bilen ilip bir vatkan bir tetkikat, uzun yıllık bir tetkikatım. 1987'de 88 ve 88-89 iki projeye kayıtılgan. Bunun birisi Tarım Vadisi'deki ballarının ölüm nispetini iniklaş, yani birisi Cenubi Şarkı Türkistan'daki nahiyelerinin ömür cedvelini tüzüp çıkış. Ben şu günden, şu vakitten başlayıp hazırgacha şu Nopos işide tekşürüşüm devam kılıvattım ben. Bununla münasebetlik hili köp makalanma var. Uygurca makallarımdan mı var bir kança tane. Türkçe makallarımdan bir hili köp var. Bir de bulduğum kitap Türkçe olarak yazıp çıktım. Bununki ikinci kısım var. Aslında bu yılgı yetiştirettim ama Nopos degendен keyin her devletninki belli bir çarçusu işçi var. Muşu işçide Nopos nemelerini elan kıldı. Ya 5 yılda bir ya ki 10 yılda bir. Oylap baksam kilerciliği 5 yılda olurken şunun kilercilikle Xudayım buyursa yine Erkin Efendi'ninki bu İstanbul'da 20 liksiye 2025'inde sizlerge Şarkı Türkistan'ın umumi ömür cedvelini sunuşunu, o liksiyani sizlerge sunuş nimesini planlap koydum. Hani bugün sözleydiğin asası mezmun Şarkı Türkistan, yani 1990-2020. Nima için bu vakitni tanlaganligimdagi sebebi 1990-2020 yıllık bu 30 yıllık işide Şarkı Türkistan'daki siyasi, iqtisadi, ictimai ve dini cihetteki çoğun bir özgürlüş boğalığını görebiliriz. Şununla bu vakitninki Şarkı Türkistan tarihidimi naiti muhim bir mezgil boğallığını asas kılıp durup ben bu vakitni tanlap aldım. Eğer kızıkçılar bu haqda eğer Nopos bilimege kızıkçılar falan bolsa ben bunu sizlerge umumi materyallarını temin kıla alayım. Aslında bu kiriş sözüm, yani kısa kolay. Biraz avval Abşükür efendim o kuşağınınki Nopos hakkında sözüldü ve ben koşumça bir tasdiqlashni qilib koydum. Xitoyninki, yani Manchur imperatorluğununki birinci qitimliq Şarkı Türkistan'da ilip bağlan Nopos tekşürüşü 1980 yılda bo'lgan ama 1990 yılı bunu ilan kıldı. Endi Çin Komünist Partisi, yani Çin işgalığı biz tamamen kirgenden keyin Xitoyning birinci qitimliq Nopos tekşürüşü 1953. 1953, 1964, onundaki 1982, onundaki 1990, ta 2010, 2020 bu şekilde ilip berilyapti.
Nüfus degandan keyin albatta oldi bilan aqlimizga kelgan ikki muhim faktor var bu yerda. Bir tug'ilish, bir o'lish. Bu yerda ben texniki meselelerini sizlarga deb o'tolmayman. Faqat sonliq miqdorlarni ko'rsatish orqali şu anda Sharq Turkistonda bo'lib o'tayotgan vahim bir ahvolni o'rtaga qo'ymoqchi. Agar tafsilotini o'qiyman desanglar, davri va bizning 2024 yangi besilgan kitobida yezig'liq u yerdan ko'rib olishinglar mumkin. Onun için benimki sanlık şu yerden başlayımız. Bir yerde iki değişken aldım. Bunu iki değişkenden biri real ölüm nispeti ve Xitayning ilan kılgan ölüm nispeti. Bu yönde okusak, yön real ölüm nispeti ve XNO'nu Xitayninki ilan kılgan ölüm nispeti. Bu ikisi de şu maddi dikkatinden karsanlar, normalde esas mesele bir yerde Şarkı Türkistan'ın ömür cedvelini süzüp çıkış. Bu ömür cedvelinin bir parça. Ben fakat küçük kılıp, az kılıp parçalar koydum. Nöl yani tuğulup 5 yaş kişi boğan, bu aklanınki nispeti arası da, Xitay bilen boğan nispeti arası da, ki az bir farkını görmüş ama umumi bir nüfusla karga vaxtada, bir devlet nüfusu kargında bu farkının çoğun boğalığını göreleyimiz. Bunu böyle arada 0.9'luk ya da %1'lik bir fark varken de karsak bulmaydı. Ama yine okşaşla ahirki 65 yaş ile 70 yaş arası karsak bir yerde o ikisinin yakınlaşkanını biliriz. Ama tümende bu 1990'daki ama 2020 yıllık kelgen vaxtada karaydı. 22 yıllık kelgen vaxtada Xitayning ilan kılgan ölüm nispeti bilen real ölüm nispeti. Bu yerdeki real ölüm nispeti degenim meninki 1908 yıldan başlap Xitayninki ve Xitayninki Mançur İmparatorluğu'nun zamanında ve Çin Cumhuriyeti'nin zamanında ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin zamanında ilan kılgan sallık malumatlarını asas kılgan halde hesaplap çıkılgan yeni bir nüfus kıymeti. Bunu ben real ölüm nispeti de aldım. Çünkü bu o özenle hesaplap çıkargan bir sallık malumat. Bu sallık malumatının hakiki doğru boğalığı işinime. Onun için onu real sallık malumatı yani real ölüm nispeti de ilişimdeki sebebi bu. Şunu bakarsak 65 ve 70 yaşta ikisi arası da nahiyeti çoğun bir farklı boğalığını görürüz. Aslında Şarkı Türkistan'daki balalarının ölümünün yüksek boğallığını ama 65 yaştan keyinki yaştakilerinin ölüm nispetindeki töven boğallığını bunu görüş gibi olurdu. Bunun başka bir hesaplaş usulü var. Ama Xitay 65'ten yukarıdakilerini yukarı köstüp tuğuluştun 5 yaşlık kelgen boğanlarını töven köstüş arkalıp ortadaki bir tamponluğunu saklamakçı boğan. Bu yerde bu aktan nurgun Xitaylılarının yani mütekassılarının yazgan makaleleri var. Bu makalelerinin işidir bunu göreliyiz yani. Her kançı Xitay Komünist Partisi özünü nüfus tekşürüşte bir miktar, sallık miktarını ortaya koygan basımı ama Xitay'ın bu nüfus mütekassılarının bu sallık malumatlarının zaten bir yerde hatalık boğanlığını resmi makale kılıp bazı jurnallarda, gazetelerde ilan kılgan kitapniki manba kısmı da onlarla hemisi yezig'liq qiziquvchilar olsa bu yerda ko'rvasi bo'ldi. Evet, bu yerdeki iki grafik aslında bunu 4 grafik şeklinde görürsünler. Bu grafikten de oçuk köygünü oldu. Şu yukarıdaki 4 grafikteki hulası bu yerdeki mavi sızığımız real ölüm nispetini gösteriyor.
Yani bir sızık olsa Xitayninki ko'rsatgan o'lim nisbatini ko'rsatadi. 1990'ga qarasak her zaman Sharqi Turkistondagi o'lim nisbatining Xitoyning degan o'lim nisbatini yuqori bo'lganligini qayergacha taxminan 50 yoshga yaqinlashganda. 50 yoshga yaqinlashgandan keyin Xitoyning degan o'lim nisbatining yuqori, real o'lim nisbatiniki tuvan bo'lganligini ko'ra olamiz. Her ikisi de o'xshash bir şekilde 2020 yılı kelgan vaqtida yana 40 yoshdan keyin Xitoyning degan o'lim nisbatining yuqori, real o'lim nisbatiniki tuvan bo'lganligini bu yerda ko'ra olamiz. Bakın bu 2000 yani 1990 2020 30 yıllık. Bunu biraz taraysak, yani 2010'a alsak, bunun net bir şekilde, inik bir şekilde yeni bir közge görünürlük, yeni bir kıymetini göremeyiz. Ben bir yerlerden biz öteyik. Adam sizlere dediğimdek ömür cadideli dedik. Bu bir misal, ama hakiki misal. Bir yerdeki verilgen sanlı kıymetler hemisi hakiki. Yani bu ülke düzüp çıkan meramez. Bu 2005 yılda ilanılan evrişke. Bu evrişkide şunu görürüz. Yani bir halkның yoki bir davlatning, yani bu netiximo kichikroq alsak bir shaharning kelgusidagi suv ta'minlashi, elektrikni ta'minlashi qatorliqlarda hammasi bu zimini qo'llandi. Yani bu usul analizni qo'llandi. Shunga bu bütün xalqlarda, bütün davlatlarda umumyüzli qo'llanib kelayotgan bir usul. Bir yerde en mühim iki koefisiyent var, yani faktör var. Bunlardan birisi ömür faktörü de yazılıq. Qarğılanlarda 0.32'den başlanıp 0.51'e çıkayken. Yeni bir mühim faktörümüz ölüm ihtimallığı. Bu ikisini eğer hesaplap çıkarırsak, o vaxtada biz kelgüsüde bu nüfusunun nemi bolulduğanlığını, ya ki ölüş nisbeten bolulduğanlığını, her bir toplumun içinde, her yaşta kançılık kişinin ölüm sanını hesaplap çıkarırız. Bir de mesela tuğulup bir yaş kişi, bu aralıkta 180.567 buğutumuz var. Bu buğakların yani o yaş içinde, yani bir yaşka tolmay durup ölgen sanı 3530. Bununki ihtimallığını hesaplasak 1930, yani Şarkı Türkistan'da şu mezgilde tuğulgan, yani 2005 yılda tuğulgan her 100.000 buğakның içinde bir yaşka tolmay durup 1930 buğak vafat bulundu. Bu ahırkı bir hesaplama. Yani bunun katliliği. Ama 65-70 yaş boğan 111.353 kişiden bu yaş içinde, yani şu 5 yıl içinde ölülen kişi sanısı ihtimallığı 10.001. 10.001 kişi bu yaş içinde ölüdü. Bunu şuna kararsak biz şunu diyebiliriz. Demek ki bu yerde bir mesele var. Bakın meselenin tüm noktası şu yerde. 45 yaş ile 50 yaş arasında olanlar. Ve 50 ile 55 yaş arasında, 55 ve 65 yaş arasında, 60 ile 65 yaş arasında. Şimdi bu mezgilde bu kişilerin bu şunçilik yukarı derecede ölüm buluşunun ki sebebi. Bu sebeple benim kesbim emez. Bunu cemiyet şunasla araştırış gerek. Bunu biz hemen bilgindek bu mezgil kayar doğru geldi 2010'dan keyinki. Yani Xitay'ınki 2014'ten başlap yürgüzüp atkan ırkı kırgınçılığı doğru geldi. Irkı kırgınçılığı.
bunun hesaplaş şekilleri kızıkçılar bolsa, tövende onunki formüllerini verdim. Şu seyrek yazılıp koyulgan. Endi bununla kelsek, yani o'xshash 1990'daki bazı nimeler işte nüfus tuvanda vatıda 30 milyon degan var, hatta 50 milyon degan var. Bununla kirmeymen zaten bu hafta da bir qancha ketim leksiya so'zlagandim. Bir yerde umumiy nüfus bu ondan keyin eğer qiziquvchilar olsa bu kitaptan ta'minlayman. Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı'nı kesinler. Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı'da ücretsiz olarak vakıfniki yardım bilen bisilgan kitap şuna pulsuz vakıftan takip edildi. Üyede bu sanlık malumatlarını görerleysizler. Mühim dersinin birisi biri temel diginimde biri ürüş nispetinin ki Xitayning bergan sonliq ma'lumotlari bilan real o'lim sonliq ma'lumotlar orasida haqiqatan yuqori bir farqli bo'lganligi endi jinsiy jihatdan qarasak şimdi şu nimalarga diqqat bilan bir tekshirsak, yani o'xshashlar 1990 2020 arasidagi bu sonliq ma'lumotlar 1990'da Sharq Turkiston xalqining nüfusi bu. Bunun içinde Xitoy yok. 15 milyon, yani 16 milyonga yakın. Bunun içinde kız ayarlar 7 milyon 800 milyon yakın, erler olsa 8 milyon 200 milyona yakın oldu. Yani prosent ölçü ettik vaxtımızda ayarlar, kız ayarlar 48.81, 51.19 erlerni. 2020 yılı kellende dikkat kılsak, ayarlar 47.005, erler 52.95. Birazcık yeni bir cedval görürsüler. Ayarlarınki ömrünün uzun, erlerinin ömrünün kısa boğallığını. Ama acayip bir teris, bir tanasip. Yani nüfus demografik ilmiden bu alahide bir ahval. Yani ayarlar onçilik uzun ömür görür ama nispet cihetten erlerden tüven. Nispet cihetten erlerden tüven. Buna dikkat kılışka tegişlik bir nokta, yani buna cemiyet şunaslarının araştırışı tegişlik. Şimdi bir yerde Xitayning bergan ölüm nispeti ve real ölüm nispetininki cinsiyet cihetde seliştiriş tablosunu görüyorsunuzlar. Tövende bununla münasebetlik grafiğini görüyorsunuzlar. Yana 1990'da ki real ölüm nispeti bilen bu Xitayning bergan ölüm nispeti arasında yana görünürlük derecede bir fark var. O'xshashda kız, yani cinsiyet cihetten kız ayarlar bilen erler arasındaki farklılığı görünür olur. Yani mesela 90 yılı Xitayning bergan sonliq ma'lumotida 112.68 bu mingdilik, yani bu yerda yüzlülük emas, mingdilik nimasi. Erler olsa 17.50'den ortiqroq, ama haqiqiy ahvolga kelsak 11.86 dan 16.37. Yani bir yerde qaranglar. Erlerning ölüm nispeti kız ayarlarının ölüm nispeti yukarı. Aynı Xitay'da zaten bunu tasdiklaydı. Yani Xitay'daki nimeleri, menberleri de bunu tasdiklayan. Bu zaten ergen dilimindeki bir ta'til tanasiplik bir ahval var. Bunun grafiği bir yerdeki şeylerini ben tekrar söyleyip otlamayayım. Yani bu yana 90 ve 2020 yıldaki nispetlerin cinsi cihetteki seliştirilmesi, bu seliştirilmede
Kitap cedilerden değil, o taraftaki grafik karşısına görse yukarıdaki erkeklerin, tövendeki de kız ayarlarının. Er ve ayarla oturusundaki tampon bir köpüyüş ya ki aziz buluş gerekken bizde 1990'dan başlap 2020 yılı çıkığı aralıkta er ve ayarlarının arasındaki tarixlik bağlanca kengayip ketayotganligini ko'rsa, bağlanca cho'ngib ketayotganligini. Buni şu şekilde ko'rishinglar mumkin. Masalan, tuvanda şu grafikda bunu ko'ra olasizlar. Bunga bakıp biz shuni dalalaymiz. Yani 1990'da 100 kız ayolga 105 erkek to'g'ri kelgan bo'lsa, 2020 yilga kelganda her 100 erkek ayolga 112 ayol to'g'ri kelmoqda. Pardon, 112 erkek to'g'ri kelmoqda. Bunun deganlik bizning ayollarimiz ne ketdi? Bir de uzun ömür ko'radi. Bir de erkeklerden bağlanca bizniki ayollarning soni azayib ketadi. Bu belki bir narsani hatırlatkan buluşu mümkün anlamlardan. Yani bu cemiyatshunoslarning tekshirishga to'g'ri keladigan bir mavzu. Bugünlerde şu anda memlekette Xitoy bilan mecburi to'y qilayotganlar yoki Xitoyga akirib uyada Xitoylar bilan to'y qilayotgan kız ayollarımızın soni yildan yilga ko'payib ketadi. Bunun bulatılıp bizning, yani memleketteki Şarkı Türkistan'daki demografik bu asasımızı buzuluşqa qarab özlendiriyordu. Bu bir aldınqı bir tespitteydi. Bu yaşı göre onun şeysi bir yerden yana bu Xitoy manbalariga asoslangandagi bir tablo şehir ve yezlardagi nüfusninki bir ko'rsatgan miqdori bu Xitoyniki bo'lgan sonliq ma'lumoti. Ko'rinmalarda Xitoymi bu yerda şehirlerdeki nüfusninki bağlanca eşib ketayotgan. Buna dikkat qilishlik bir şehirlerde Xitoydaydi ki şehirlerdeki nüfus kundan kunga eşib bormoqda. Yezlardagi nüfus kundan kunga azayib ketib bormoqda. Peki bu doğru mu? Şimdi gelelim. Bu real hesaplanan real bölüm şu anda 1990'da umumi nüfus 24 milyon 600 binden artık dedi. Bu nüfusninki %22.91 şehirlerden kalan kısmı da yezlarda yaşaydı. Bunun içine bütün Şarkı Türkistan'ın nüfus sanısı bu. Bu Xitoylar mı bunun içinde. Şimdi 2020 yılına kelgan vaqtida Şarkı Türkistan'ın nüfusu 40 milyon 400 bin yani 500 binga yaqinlashib qaldi. Bunun 18 milyondan artığı yazılarda 22 milyondan artığı da 450'ye yakında şehirlerde yaşayanlarını görebiliriz. Bununki nispet boyunca alsak şehirlerdeki 55.45 ne? Bu yezdikiler olsa 44.55 ne? Gösteriyor. Bu umumi yani real nüfustaki öldürüş. Hem de biz özümüzden Şarkı Türkistan halkı degenim, bir yerde benimki bütün kitaplarımdan, makallarımdan hemmesi de zaten 3 tane değişken, yani değişkenlik aldım. Bunun birisi Uygur nüfusu, Xitoy nüfusu ve Uygur'un başka Şarkı Türkistanlık nüfusu. Bunu nüfusu da 3 değişken var. Bir yerde hem de Şarkı Türkistan halkının, yani bunun içinde Xitoy yok. Umumi nüfus 1990'da 15 milyon 900 bin, yani 80 yakın nüfus vardı. O vaxtda şehir nüfusu 2 milyon 430'ga yakınlaşıp kalgan. Yezi olsa 13 milyon 500 bin 50 bin'ga yakınlaşıp kalgan. Bunun %15-20'si şehirlerde, %84.80'de
yığızladı. 2020 yıldan avval, biz şu 2005 bilen 2015-2020 çıkargan sanlıq matbuatlara dikkat kılaydı. 1990'dan 2010 olan aralıkta şehir nüfusu, yani Şarkı Türkistan halkının şehir nüfusununki yükselatkanlığını görürüz. Ama 2010'dan keyin bir gün ne oldu? Tüvenleşke başladı. Bu tüvenleş neye geldi? Yani %40'lardan %30-35'lere düştü. Bunu da belki Muhammed'la Şarkı Türkistan'daki 2010'dan keyin ahvalını bilirsiler. Bütün yüzünün şehirkilip yerleşken tüm Uygurlarının hepsinin kıldıkta şehirden kovulap çıkardı. Her şehirden kovulap çıkardı. Onun için bir yerde şehirdeki nüfusunun bu vakitten keyin asta tüvenligenliğini yana yüz nüfusununki kayıtıdan iş bağlılığını göreleyimiz. Bu siliştirme cedveli on taraftaki grafik karsana hemen diyen miktarlarının kaysi şekilde kesişkenliğini, kaysi şekilde tüvenler, kaysi mezgillerde tüvenligen, kaysi mezgillerde yukarılıqallığını grafikten göreleyizdi. Endi şehir ve yığızlardaki cinsi farklılık Abiyammo sizlerge tuttum. Bunun hulası şu, bu cedveldeki hulası şu. Eğer ayarlarınki karşılaştırılışı birbiriyle köyümün vabek 90'larda 105, yani her 100 ayarlığı 105 erkek doğru gelgen olsa, bu da 2020 yılı 112'ge örülgenliğini göre alamayız. Bu yerdeki pırsant, yiza ve şehir arasındaki pırsantlar ve kızıkçılar olsa makaldan göre asanlar oldu. Bu kız ayarlarından erlerdeki real ölüm nispeti, yani yiza ve şehirdeki kız ayarlarının umumu nispeti yukarıda şehirdeki kız ayarlarının, şehirdeki erlerinin ölüm nispeti, tövendikisi yüzlerdeki kız ayarlarının ve erlerinin umumi miktar tövende gösterilgen şehir ve yüzde yazılıp bir yerde 1990'da 2.15 şehirdeki ölüm nispeti, yüzlerde olsa 26.08. Bu arası da hakikaten naiti çoğun bir tarıklığının boğallığını görürüz. Tedrici 2020 yılındaki vaxtıda 2.96 olan olsa ölüm nispetinin 2020'de tüvenligenliğini, yüzlerliğine tüvenligenliğini görürüz. Buna 13.84, yani 26'lardan 1990 yılı 30 yılı içinde 13.84, yani bu minde, yani yüzdelik emez, mindelik sallık miktarlar bu. Evet. Bu yerden de işte köyümün vardaki grafikten de yukarıdaki sanlık miktarı grafiğini çizdiğimizde bu grafik ortaya çıkıyor. Bu grafikte yani asla ölüm nispetlerinden tüven vatkanlığını, şehirdeki yıkılış vatkanlığını, yüzlerdeki yani erkek ve kızların meyli ilişkisinin ölüm nispeti olsun. Bir yerden naat ilişkilerine dikkat kısak, erlerinin bu ölüm nispetini her zaman kız ayarlardan yukarı boğalığına, ama asla birbirine yıkılış kilovatkalığını göreleyimiz. Evet. En ahırda bu paylaşım materyalleri var. Paylaşım materyallerine var bir noktanı küz bu kirişte battı. Bir yerde 2 minut. Bir yerde bir kança kargımanlardaki Xitay'ınki mutaxassislarının ilan kılgan makalları var. Ben bunu hemesini paylaşım materyalını kirgizdim. Hem yukarıdaki
ko'rsatgan sonliq ma'lumotlarni bularninki ko'rsatgan sonliq ma'lumotlarini asosga erish orqali Xitoyninki statistik yilligi va atalmış Şinjan Uyghur Abdülhamid'in statistik yilligi qatorliq bu materiallarni seliştirish orqali chiqardim. Bu yerda buni ko'rsatishimdek sababi bir qancha Xitoy mutaxassislari var. Bularning pirvasi, ya'ni Sharq Turkistonning nopusini tadqiq qilishdagi piri Li Jianxin deydigan bu Xitoy. Li Jianxin bilan Liu Ruping'ninki bir makalesi var qaranglar. 1993'te e'lon qilingan bir makale. Bu makalada hatta bunu bir rapor kılıp dünyada, yani Xitayning merkezi hükümetiga sungan, asli öyle yazılı. Bu rapor şekilde merkezge yollandı dedi. Yani dedi ki bu yerdeki Uygurlarning nüfusu nəhayət tədrici köpəyib ketadi. Yani bu tam nimenin uç noktaya çıkan vaxtları, yani tuğut çekleş siyasetindeki en uç noktaya çıkanlığı. O yerde yazıda dedi ki Uygurlar, yani Şarkı Türkistanlarga nima uchun bunchalik jiq tug'di deb savolni qo'yib javob Cumhuriyet milleti bilan, bakın bunlar muhim, Cumhuriyet milleti bilan Uygurlar arasında bunda farkının bo'lishidagi sebep Uygurlarning zihni kuchining ojizi bo'lganligidan. Bu resmi rapor. Yani bu tam ırkçılıkның, yani bir milletni yok görüşünün tam bir ispatı. Bu Li Jianxin degan Xitoyning en dangliq bizning Sharq Turkiston nüfus mutaxassisi. Bakın bizniki nüfusumuzun jiqilishi, yani bir ananın 3-4 tug'ishi bizning zihni kuchimizning ojizligidan kelgan. Yani nokta. Başka eğer bunu yana qayta bunday cemiyatshunoslar yoki başka ilmlarlar bo'lsa, men yana başka materiallar kerak bo'lsa, bu haqda yana sizlarni bu materiallardan ta'minlayman. Hammalarning sabr qilib meni anglaganinlar uchun hammalarga teşekkür. Dilshod Barishchi efendimning leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Endi bizga Abdujalil Turan efendim so'zlab beradi. Sahnaga marhamat. Abdujalil akamni ko'pincha kishilar taniydi deb o'ylayman, bo'libmi shu nashriyatchilik ishlarida az to'la xabar topgan mush ishlar bilan aralashgan har kim taniydi. Abdujalil akam chet eldagi jiq ishlarni boshdan kechirgan, nurg'un tashkilotlarning qurilishi qatnashgan, nurg'un yig'inlarda yer olgan bir shaxs. Shunga Abdujalil akam shu o'ziniki boshdan kechirganlarini bizga qisqacha qilib so'zlab bermoqchi. Tema muhojiratga olib berilgan Sharq Turkiston mustaqillik harakati. Selam aziz dostlar. Bu erkenkam bu İstanbul 20 leksiyani o'rlashtirgandan keyin o'tgan yil bir maqola o'qishni tavsiya qilib ekan. Ammo nima belgilab bermaydi endi. Mavzu belgilab bermaydi, men haqi so'zlang deb. Erkin so'zlab o'tgan yil qolsam bir kitob tunishtirish nimasi bor ekan. Mashhur dunyoda bir mashhur kitob bo'lsa tunishtirsa bo'ladi deb. Men 3 yildan oldin boshlab Dunyo Uyg'ur Qurultayining tavsiyasi bilan Uyg'ur ensiklopediyasi tuzishni planlagan. O'tgan yil men shu ensiklopediyani o'zim tuzgan kitob bo'lg'achqa shuni tunishtirib qilib olgan. Ammo bu yil yana so'zlashda yana nima bo'lmaganligi uchun erkin tarbiyadan bir men haqi so'zlang degan bir taklif bo'lmaganligi uchun men bu shu mavzuni tanladim. Buni tanlashda bu Sharq Turkiston davosi asosan 50 yillardan Türkiye merkezli başlangan. Onun bunun kılgan faaliyetler var. Ama esas 50 yıllardan başlanıp bugün keldemdi bu. Ama ben bu mevzunun tanlaştığı sebep var. Yeni
hazır Türkiye'de ötken yıl bir sınıf sorsam kaç tane dernek var desem 102 tane dernek var dedi. Belki 102 olmuşsun mu? 50-60 tane dernek rahat bazı Türkiye'de. Ama o bir neçe yıldan bu yan Şərq Türkistan'da bu zulümün eşip ketişiyle Türkiye'de dernek kursa asan terakki kıldığan, asan pul tap bulduğan bir şerait hazırlandı. Ben bunu tanıştı. Bu bizimki bu Şərq Türkistan davasını yola koyganlar kanda kıyımçılıkta, pulsuzlukta, açlıkta nümülde ötközgen hayatı boğallık için. Ben kısaca bir aslında karakterlik binası kıldım. Şunu okup ötmek için. Konuşacak mı? O. Saç mı kullandım anne? Yön bulağı. 1949 yılı Muhammed Emin Buğa ve İsa Yusuf Aliptekin efendiler vatan üçün vətəndən ayrılıp Keşmir'e gelgenden keyin muhaciratdaki Şərqi Türkistan müstakillik hareketi başlanğan. Muhammed Emin Buğa burun 33. yıllar bir çıkan, 49. yılı bu komünistler gelgenden keyin İsa efendimden hemmesi bildi çıkıp Keşmir'den tatip bu başladığını bakkan. Aldı bilen bir taraftan Muhammed Emin Buğa ve İsa Yusuf Aliptekin efendiler Keşmir'e yığılan Uygur ve Kazak muhacirlerini muvafık bir devlet kuruluşturuşka hareket kılsa, yeni bir taraftan Şərqi Türkistan meselesini her kaysı ellerge anıltışkı başlayan Muhammed Emin Buğa ve İsa Yusuf Aliptekin efendiler Saudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'lerini ziyaret kılıp, bir taraftan muhacirler için muvafık bir zemin üstünde izleyiş bilen birge Şərqi Türkistan meselesini halkaralaştırışka tirişkan hareket kılgan. 1954 yıl 9. ayının ki 1. günüdün 5. günügece Saudi Arabistan'ın Taif şehrinde Türkiye ve Saudi Arabistan'daki vatandaşlarının iştirakında 5 günlük kurultay çağırılıp, mezkur kurultayda Muhammed Emin Buğa ve İsa Yusuf Aliptekin Şərqi Türkistan davasının kanunluk vekili bulup saylanğan. Bu kurultayga iştirak kılgan 250 kişi muşulunga imza koygan. 65. yılda 6. ayının 14. yılda Muhammed Emin Buğa Ankara'da vefat bolgandan keyin vatan davası İsa Yusuf Aliptekin Efendi rehberliginde elip verilgan. İsa Yusuf Aliptekin Efendi 80. yıllar kadar kitap yazış ve devletlerine ziyaret kılış bilen meşgul bolsa 83. yılı gelgende Şərqi Türkistan Neşriyat Merkezi'ni kurup Uygurca, Arapça, Türkçe ve İngilizce 4 dilde Şərqi Türkistan Avazı namlı pesillik jurnal çıkargan. 1986 yılı gelgende Saudi Arabistan'daki vatandaşlarının bulunma merhum Muhammed Şah Efendi ve Ustaz Rahmetullah Efendilerinin teşebbüsü ve maddi cihetin medet verişi bilen 1978 yılı İsa Yusuf Aliptekin tarafından kurulgan Şərqi Türkistan vakfısını canlandırıp Türkiye ordusunun prensiyeye çıkan, demelişke çıkan yaki. Hudallı General Muhammed Rıza Bekin'le Şərqi Türkistan vakfısının reisliği teklif kılıp Şərqi Türkistan davasını canlandırgan. O General Muhammed Rıza Paşa'nın kendi meselesi. General Muhammed Rıza Bekin Şərqi Türkistan Avaz yönünü izçil davamlaştırgandan başka Muhammed Rıza Bekin, Muhammed Emin Hazretlerinin planlaşı ve teşebbüsü bilen Rahmetullah Efendim Katarlık Saudi Arabistan'daki Şərqi Türkistanlık vatandaşlarının iktisadi cihetten medet verişi bilen 1992 yılı 12. ayının 12. ve 14. günleri İstanbul'da Tuncu Katım Şərqi Türkistan Milli Kurultayı çağırılgan. Mezkur kurultayga Saudi Arabistan'dan merhum Dr. Abdülkadir Taş, Rahmetullah Efendim, Dr. Muhammed Said Yarkendi, merhum Hüseyin Kari İslami, merhum Kurban Abdullah, merhum Muhammed Kasım Emin, merhum Abdülkadir Ahmet, Amerika'dan Gulamuddin Pakta, Avustralya'dan Ahmet İgemberdi, Kazakistan'dan merhum Ziya Semedi, merhum Yusuf Bek Muhlisi, merhum Haşir Vahidi, Kahraman Kujamberdi, Kırgızistan'dan merhum Mehmet Hacı, Germaniyadan Erdoğan Aliptekin Katarlık kişilerinin sırtında Türkiye'deki ziyaliler ve cemaat erbapları bulup 100'den artık kişi katlaşkan. Mezkur kurultayga Ahmet İgemberdi Reis, Muhammed Emin Hazret başkatip bulup saylangan.
Şarkı Türkistan Vakfı 80. yılın ahirinden başlap Saudi Arabistan'daki Rahmetullah Efendi'nin teşebbüsü bilen vatanda Ali Mektep bitirgen okuvchilarni Türkiye'de okutuşku başlagan. Bu okuvchilarning xarajati uchun Saudi Arabistan'da maxsus sandıkta bataydigan yani foundation fondu kurulup okuvchilarning turmushi kafolatga ega qilingan. 80. yılların ahiridan 2010 yıllargacha Şarkı Türkistan'dan kelgan Uyghur muhacirlerinin vatandaşlık Türkiye fukarası buluş kişilere fakat Şarkı Türkistan Vakfısı tarafından haksız hal kılınattı. Başka kıyınçılıkları mı? Yanılar Şarkı Türkistan Vakfısı yani General Muhammed Rıza tarafından hal kılınattı. 97-98 yılı merhum Arslan Alattekin Ankara'ya neçe 10 katın verip aynı zamandaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi merhum Süleyman Demirel bilen görüşüp 200'den artık adamın vatandaşlık işini hal kılgan. 90. yıllarda vatandan 90. yıllarda Muhammed bin Hazret Türkiye'deki gazetelerge makale yazıp aynı zamandaki Şarkı Türkistan vaziyetini Türkiye halkıga tunuşturuşta alaylı rol oynagan. 92. yıl 12. ayının 13-14. günleri İstanbul'da ötküzülgen. Tunca Kadınlık Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın türküsü ve ilhamı bilen İstanbul'daki aynı zamandaki yaşlar bir yerge gelip Muhammedcan Kaşgari, Abdülcelil Turan, Ferhat Muhammedi, Muhammed Tohte Kanada'daki ve merhum Askar Erkinler muhacirette Tunca Kadın Şarkı Türkistan yaşları namlık Uygurca aylık siyasi ilmi gizi çıkargan. Bu gizinin ki tünükün mühendimisi oldu. Bu gizide biz Tunca Kadın muhacirette Uygurca çıkargan gizide 93. yılı başlap. Bunu biz Beijing'e məxsus planı demek, üniversitelere poştun öğrettik. Bu güzel tarqılıb aşı qolculuğuca, ürümçilikçi beribini oxutken Türkiye'nin şikayetlerimiz biz aşı gizitke aşağı nima qılmayız, aşı gizitini biz berib aşağı bir işlerimiz dep kelgende bir şikayetlen Türkiye'nin deppede bu nimasına ait yaxşı bolgan. 1985 yıldan 2010 yılın başıgacha Abdülcelil Qaraqash tarafından tahsil kılgan Tamşı jurnalı, Uçkun gazeti, Germaniyada tahsil kılgan Birlik jurnalı qatarlıq gizli jurnallar en köp neşir kılgan devri bolgan. 95 yıldan başlap bugüne kadar teknik Uygur neşriyatı 250 parçadan artık kitap neşir kılıp Uygur tili, Uygur tarihi, Uygur medeniyeti, Uygur örf adeti, cümleden Uygur ideolojisini qoğdaşta alayda hizmet kılıp kelgen depti. Bunu demesek mi oldu? Sözümün ahirde şarkı tekstler. Sözümün ahirde Şarkı Türkistan davasına başlamçılık kılgan merhum Muhammed Emin Boğra, merhum İsa Yusuf Ali Tekin, merhum Muhammed Rıza general qatarlıklarını hürmetli niyet etmeyen de tüketti mi? Lekin ait kısık oldu. Bunu tefsili bir kitap görüp, bir üç kitaplarını varaklap, tefsili yazışkı fırsat bulmadı. Kısık oldu. Ben bu kişilerini kayıta yeni bir ne kılsak. İsa Yusuf Ali Tekin'de bu Türkiye'de bu medya terakki kılmagan, telefon bulmagan, WhatsApp bulmagan bir küllerde şunda yaxşı bir tunulgan bir adam bu. Hatta ki ben bir bana vaktim cek bolgandan daha bir narsa dep qo'y. 94 yılı ben 2 ay tekstilcilik kılgan İstanbul'da. Tekstilcilik kılsam Zeytinburnu'nda bir adam uçurdu. Başka türlü aytkan vaxtida bir medeniyetsiz bir adam. Üzerinde bir kötürlüğü nersi varken onu da çantağımı sağmay. Bunda kotanda boğucu da koymuş hem de bir dostluğunda bir nersi görken bunda yüdüp gelgen bir adam. Tekstilin dostu çıkardım. Bir yak alıp koyduk o adamı. Yolda silah kim nerede? Ben Doğu Türkistan'la desem işte İsa Yusuf Ali Tekin'deki cemaatim o. Bunu ben katı unutup kalmayayım ben. Hazırki medyada, hazırki bu numaraların alaka uçurlarının terakki kılgan bir günüzde bizden hiç kalsı bir liderimiz ancak tunulmadı. İsa Efendim anda medya terakki kılmagan bir vakti kanda nımbılak bunda atılıp gitti diyen mesele hazırki benim nimemde. Muhammed bin Buğra'nı ceklerimiz bilimiz. Hotellik dini alim özünden kirip çıkışı. Otelde 1933 yılı 2. ayın 14. günü inkılap kılıp Hotel İslam Emirliği'ni kurgan. Yani 34. yılı o mağlup olgan keyin Keşmir'e hicret kılıp 7 yıl turist jarayonida Şarkı Türkistan tarihi degan mühim bir kitabını yazgan hazırgacha tarixchilarninki, chet elliklarninki, Uyg'urlarninki manbasi bo'lib kelyapti. Ondan keyin Türkiye ikinci kadem 40. yıllar Birleşmiş Hükümet'nin muavin reisi oldu. Şinjan'da aşağının profesör oldu.
yani 49 yılı Türkiye'ye gelgendiyken bu faaliyetlerini de yol koyup Türksüz 65. yılı ölüp gitti. Ama bu nime? Ben ismini ödep kettim, akşam bana yasakan biz Rahmetli Efendi'nin resimini tapamadık. Belki erken kendisi görüşken bolsun ikerek bu adamdan. Bu kişininki kalan hizmetini nime katı unutması lazım. Bu kişininki bu 80. yılı meyveyde ötken okuyucularını ekeldirişte, nümüste ben bir aktap ötep kençikim var. Şu yolu koyup Ali Mektep'te okuyatkan okuyucularını ekelgen. Bu okuyucuların hazır aldığı profesör oldu. Erkin Akran'da ile, Erkin Ahmet'te ile takım şu Rahile Kaşgarlık için Nurgun aldığı profesör oldu. Nurgun okuyucular yetişti. İkinci bu Arslan Akam, demenin balısı, İsa Efendi'nin balısı, 2010'da mı 11'de mi ölüp gitti. Bu kişimi bir Mevla Pınayacı Husap Hacda Bakan adam emez. Layık kıyınçılıkta Erkin Akam'ın akısının ki öğretken pullarından yaşayan, Nurgun hizmet kılgan bir adam. Öttüm güzdek adamın nüfusunu çıkarışka, bu Süleyman Demirel Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, İsa Efendi'ne ait hürmet kıldığın, kaçan izlisi kürücüdüğün bir adamdı. Şu da dıştığım mesela, Jack uzun Ankara'lı berip Nurgun adamlarını ne kılgan. Ama bu Muhammed Emin Hazret. Muhammed Emin Hazret bu Türkiye'ye gelgendiyken işte bu Uygurlarga ölgü buldu. Türkiye'ye gelgen ben işittim en nümusu ben 87. yılda gelgen. Türkiye'ye gelsem Türkiye'de burun 49'da burun çıkan nümeler varken Nurgun hemşehriler. Bunların ceklere yer işleydiken pul yok, iktisadi binası yok. Bazıları yılda bir iki ay Saudi Arabistan'a verip işlep kilip şunu olan kıldığın bir küllükken. Ticaretçi yok. Bir iş kılaydıysa pul verdiği adam yok. Bu mevcudumuz azat kirip uzun ötmek üzere ailesi bilen, ayalı bilen, üyde yağlıksız hep şu 40 yıl, 30 yıl Türkiye'de işleyen adamlar berip tapamagan bazarını tepip, dükkanı açıp pul tepişten ki Uygurlarga bir ügetken, onun için kep uzun ötmeyi. Biz azak için ben 40 yıl oldu Türkiye'de. Türkçe bir makale yazamayım. Bu adam kilip uzun ötmeyi Türkçe makale yazıp şu vaktindeki gazetelerde ilan kılgan. Şimdi bu adam ki biz ne edecek? Hürmet kılışımız lazım. İba kuşağılık müyakkedelik yapan uzun vaktine ötküzü etti. Şimdi ben hazır tükete yanına rahmet. Abdülcilal Kamga kıymetlik estimelerini biz bilen ortaklaşkanlık için köptün köp rahmet. Ahırda bizge Gülşen Abdülkadir Hanım 50 sözde pırdım. Sahnege merhamet. Tema Uygur cemiyetinde hata işletilayotgan kelimeler. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Örgülüp mu kelime, çörgülüp mu kelime. Kelime bilen başlagandım, kelime bilen ahırlaştırma. Asli bu ikisi bir makaldı. Buçu. Dünün söz degen kelime, Uygur kelimesinin küçük hakkındaki makalam bilen Uygur cemiyeti hata işletilayotgan kelimeler bir makaldı. Ben İşte bölüp ettim çünkü pek uzun bulup ketkenlik için. Asıl ikinci temam Xitay'nınki Şarkı Türkistan'daki harbiy küçtü. Lekin onu bekçik tercüm kılışımı doğru kip kılıp vaktim bekçik tercümçilerge ketip kılıp şuna olan mağlulisek ülgemdi. Belki 2025 yıllık ötküzüp kalsak tayarlaymasal ciddi işvatma çünkü en ahırga kip kaptım sizlerden vaxtandan ep ketemdim ki qo'sib geçip ketdi, keşif ketdi degandek vahimlar bilan. Men avval maşu videorum 1 minutlik videomni qo'yib, uni kim maqsadim deyman sizlarga. Bir qarg'u odam tilamchilik qilyotdi yo'lning bo'yida. Men qarg'u deblam yezib qo'ygan taxtisiga Ben qarg'u deb yezib qo'yganda hech qanday pul tashlamaydi hech kim.
kelimelerimizni özgerteyli, Uyghur cemiyeti özgersin. Yolda ötüp atkan ayal dikkat kılıp kaldı. Kayni yenip kelip, onun kelimelerini özgertip durdu. Asildeki men qarg'u degan kalimani elitib, onun üstüge bahar geldi, yaz geldi, hemminla gül çiçeklerini köreleysizler, ama ben köremeyim de biz burada. Şunun bilan bu bir kelimenin özgürlüğü bilan buna yardım qilganlarning soni ko'payib ketadi. Sharq Turkiston davası mı mana shu davaga o'xshaydi, shunga o'xshaydi. İntayin güzel bir gün ama ben göremeyim. Bana change your word, change your world. Sözünü, kelimeni özgert, dünya özgersin. Uygurlar şunda kılımız ki kelimelerimizi özgerteyli, özümüz özgereyli, dünya özgersin. El katmal, kadimden tartıp boğularımız, mumlarımızdan da kanç esirlep, kolunub kevatkan kelimelerini taşlap, yenik olup, dünya vaziyetiga moslashib, yeni kelimelerini qabul qilib, yomon kelimelerni qattiq taqilib, mustaq ziddiyatlashib turavermay, changallabchi bir kelimani mustaq. Mana shu qarg'u odamning taqdiri o'zgargandek, bizmi taqdirimiz o'zgartaylik. Bugungi maqolamda bu temani tanlashimdagi va kelimelarni tanlashimdagi tunugungi temani tanlashimdagi asosiy mazmun shu. Biz kishilarni yaxshi qilgan vaqtimizda kelajakda vatan quradigan ishlarimizni yaxshi planlab chiqalaymiz. Tunugungi kelimelarning kuchi bo'lgan bo'lsa, bugun Uyg'ur jamiyatida xato ishlatilayotgan 4 kalima haqida to'xtalman. Uyg'ur jamiyatida xato ishlatilayotgan kalimalarning birinchisi taranch kalimasi. Vatanimiz Sharq Turkistonning ilovatsiyasidagi asosiy G'ul shahri va G'ulji noyisining har qaysi yezlarini tashkil qilgan jo'grafiyada yashaydigan Uyg'urlar tarixda boshqa millatlar tarafidan berilgan taranchi degan nom bilan atalib qolgan bo'lib, taranchi nomining kelib chiqishi haqidagi tadqiqot maqolalarga asoslanganda Jo'ng'ar islohot davrida ko'chman chorvachi Mo'ng'ullar asosli dehqonchilik bilan shug'ullangan G'uljadagi Uyg'urlarni taranchi, ya'ni bug'doychi, tarixchi ma'nolar bilan atagan. Shunda e'tiboran taranchi kalimasi dastlabda Jo'ng'arlar, andan ruslar, andan Shansay va hozir Xitoy tarafidan bir millatni parchalab boshqarish yilnayroning ko'ziri sifatida o'tirib chiqmoqda. Taranchi shivisi, taranchi dialekti va taranchi urf-odatlari haqida ko'plagan rus tadqiqotchilari maqolalar yozgan bo'lib, uningdan bir shumliq birab turdi. Yani Uyghur milleti bulup, yani Uyghur milletini bölüp, ayrım bir taranchi degan milletini şekillendiriş yeni spraptırdı. İsmi şerifi Afi debitliği ilingan bir Rus yazgıcısının 1908 yılı Şura jurnalının 16, 17 ve 18 salları besilgan İli Sultanlığının mağlup boluşu hakkındaki tarihi yazması yakında Uyghur Akademisi'nin torbetlerinde qayta e'lon qilingan bo'lib, Rus avtori Afining qalami bilan ostidagi bu tarixiy maqolada tuvandagidek qurlarni uchirtimiz. G'ulja ili sultonligi va taranchilar kimlar? O'rta Osiyodagi taranchi millatining qanday vujudga kelganligi, Ili daryosi bo'yida mustaqil G'ulja sultonligi tashkil qilganligi haqidagi ushbu tarixni G'ulja sultonligining birinchi sultoni Abdursultonning navrisi marhum Abdubasit tarafidan o'zining tanishlariga so'zlab berilgan. Demak, yuqoridagi qurlarda Uyghur milletining o'rniga qandaqdir taranchi degan bir millat sun'iy ravishda dastlashga urinilgan va millat sifatida tilga ilingan. Tarixiy materiallarda xatirlanishicha 1935-yili 12 aprelda Shansay Uyg'ur diyorida millatlar qurultoyi chaqirgan bo'lib, qurultoyda Uyg'ur diyoridagi 13 millatni Uyg'ur, o'zbek, tatar, mo'ng'ul, qozoq, xansu, tojik, qirg'iz, salu,
Dağur, Manju, Shiva, Rus, Tatar deb tilga olgan. Mana shu qurultayda Taranchi ismini millat sifatida yetkazib, Taranchi bir millat deb e'lon qilgan. 1944-yili Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin shu viloyat hukumati atalmış Taranchi degan bir millatning mavjud emasligini e'lon qilgan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilikni elib berishga boshlagan mezgillardan buyon biz yana Taranchi kuylari va Taranchi kulgilari degan bir ism bilan qarshilashyapmiz. Taranchi ismi asli Uyg'ur nüfusining aran 3%ni tashkil qilmaydigan, tashkil qilgan taqdirda Uyg'ur bo'lgan bir faqatlam Taranchi deb atilib qolgan bir toplum. Faqat mustamlik Jo'ng'arlarning g'o'ljida bug'doy teriydigan dehqon Uyg'urlarga bergan ismi bo'lib, Taranchilar Uyg'ur millatining bir tarkibiy qismi. Qandaqdir Taranchi kuylari va Taranchi kulgilari deydigan bir iboraning ko'plab o'tirg'i chiqishi Uyg'ur kalimasini xunuklashtirish va o'tirg'ini yo'q qilishdan iborat Xitoy hukumatining razil suiqasdi bo'lib, u Uyg'urning kuy nag'malari va shundaqla Uyg'urning kulgi chaqchaqlaridir va olmsaqdan shunaq davomlashib kelgan. Üçüncü seril mevcuttum. Uyghur cemiyetinde hata işletilayotgan 4 kelimenin ikincisi Türkistan ve Şarkı Türkistan kelimesi. Türkistan ve Şarkı Türkistanlıklar demayat hata ilinip kapta. Türkistan ve Şarkı Türkistanlıklar kelimesi. Tüzlü bakışanlarını. Ümit kılmam bunun da yoğun ayak kiyveliş. Uyg'ur kalimasining yani bo'yin qisib qilishida kichik mavzu qo'yib qo'yib tushuntirman. Muajiratdagi Uyg'ur jamiyatida xato qo'llanayotgan yana bir kalima Turkiston va Sharq Turkistonliklar kalimasidan iborat bo'lib, Turkiston kalimasi Uyg'ur vatani sifatida ko'proq qo'llanayotgan kishilar Türkiye'de yashaydigan Uyg'urlar bo'lib, biz davomli holda Turkiyada bo'lgan Uyg'urlarning namoyishlarida Hukuk, adalet, Türkistan'a hürriyet degan şuarının pek köp to'langanligini ko'rib turyapmiz. Undaqda Türkistan degan bu coğrafiya zati qayerni ko'rsatadi? Biz nazar serib boqaylik. Türkistan sharqda Altay tog'lig'i. Bu ham tushuntirmasam, sizlar bu sharq Türkistan coğrafiyasini bu yerlarni qisqartib aytaman. Türkistan kelimesi ne için Uygurlarning ana vatani sifatida qo'llanildi? Qachondan buyon shunday bo'lib qoldi? Kelib chiqish manbasi qandaq? Bu bilmaslikdanmi yoki qasdanlikdanmi? G'alati holdagi qasdan harvini ilib ketishmi yoki yo'g'on oyoq kiyilishmi? Vatanimizning ismini Türkistan deb atagan vaqtimizda G'arbiy Turkistonda hozir mustaqil davlat bo'lib yashayotgan boshqa turkiy qarindoshlarimiz biz Uyg'urlarga qandaq bir nazar bilan muomala qildi, qandaq bir ko'z bilan qaraydi, Uyg'urlarning obrazi qandaq bir muomalaga uchraydi. Turkistonga hurriyat iborasi orqali biz G'arbiy Turkistonga va dunyoga qandaq bir signal beramiz, qandaq bir kalimani ishlatishning bundaq bir kalimani ishlatishning to'g'ri va xatoligi, foydasi va ziyoni qanchalik? Bu haqda munozaralar ilib berilishi kerak deb qarayman. Menimcha bo'lganda Turkiston va Turkistonga hurriyat kalimasining orqasida xuddi Taranchi kalimasini zo'rlab tengilgan o'xshash bir shumliq bo'lib yotgan bo'lib, Uyg'ur kalimasini xunuklashtirish, Uyg'ur kalimasiga soya tashlash va Uyg'ur kalimasini yo'q qilish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan ma'lum guruhlarning Uyg'ur milliy qirg'inchilik ilib berish plani bilan birlikda ilib berildigan Uyg'ur degan bu millat nomini yo'q qilish yilisining bir parchasi deb qarayman. Shundaqla Uyg'urlar ona vatanining nomining qasdan Turkistondan iborat bu to'limi keng jo'g'rafiyaga markazlashtirilishini Xitoy raisi Shi Jinpingning Xitoy tushining ichidagi sun'iy tipilik tutish yilisi deb qarayman. Bu O'rta Osiyoni markaz qilgan qayrondosh turkiy millatlarni o'zaro oyga chiqmas jadalga silib qo'yishdiki bir taktika bo'lsa kerak. Shuna Turkiyani markaz qilgan Uyg'urlarning namoyish maydonlarida Turkiston hurriyat kalimasini ishlatmasligini tavsiya qilaman. Biz navbatdan ya'ni muajiratga Sharq Turkiston kalimasi bilan yondosh holatda Sharq Turkistonliklar degan bir kalimaning mavjud bo'lib qilayotganligini his qilib turyapmiz.
Sharq Turkistonliklar degan bu kalimani ko'p qo'llanayotganlar Sharq Turkiston surgunligi hukumati bilan Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan iborat bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayining xabarlaridami uchratqil bo'ldi. Bu xuddi Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan mustamlik ismg'imi yana o'zaro rozi bo'lmay Uyg'ur kalimasini chiqarib tashlab Xinjiang avtonom rayoni deb atagandek bir ish. Sharq Turkistonliklar degan vaqtimizda Sharq Turkistonlik kim? Bu yerda yoshirin oldiki Uyg'ur degan nom yoki kalimadan qaytish mavjud bo'lib, Sharq Turkistonliklar degan bu ko'plik iborasiga Sharq Turkistonda yashaydigan qirg'iz, qozoq, o'zbek qatorliq Xitoy tiliga ilayotgan va ta'kidlayotgan barliq 53 millat ko'z tutildi. Agar bunday ketaversa, Uyg'ur degan bu faxrlik nomimiz xuddi daryo va o'stanlarning girvaklarida yig'ilib qolgan saman shoh shumbillaridek yoki qozondagi süzgich bilan süzib ilib etishni kutib turgan qilin may yaqindilaridek ahvolga duchor bo'lishi mumkin. Uzun yillarning o'tishi bilan Uyg'ur degan bu nom unutilib, uning o'rniga yuqorida men ta'kidlab o'tgandek Taranchi degan bir millat shakllanishi, Sharq Turkistonliklar deb ataladigan bir kollektiv millatning yangi vatani Tangri tog'larining sharqiy va g'arbida qurilishi, Uyg'urlar Manas daryosining bo'yidan yana bir qitim qaytib kelgandek umidsizlikka mubtalo bo'lishi mumkin. Mayli Turkiston kalimasi bo'lsin yoki Sharq Turkistonliklar kalimasi bo'lsin, har ikkisining Uyg'ur kalimasiga soya tashlab qo'yishi bir tarafdan chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning millatchilik ro'yining texi pishib yetilmaganligini ko'rsatsa, yana bir tarafdan vatan qurish yo'lida irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur millatining chet ellardagi ommaviy asosini kuchlantiradigan millatchi Uyg'urlar qo'shinining kamligini ko'rsatdi. O'tganda Amerika hukumati tomonidan chiqarilgan ba'zi qonunlar nomining Uyg'ur majburiy emgakini bekor qilish qonuni, Uyg'ur kishilik huquq qonuni, Uyg'ur Magnitskiy qonuni qatorliq qonunlar ismining Sharq Turkiston qonuni bo'lib chiqarilishini orzu qilgan tashkilot va shaxslarning borligidan xabar topdik. Bu xuddi bir meyg'izni yuzga bo'lganlik, bir qacha suqashni qancha kun oshqozonlikda qolgan bolalarımızga bermey, başkalar taqtib bergandek ish bo'lib, o'zimizning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manfaatini oldin o'rin qo'yolmagan millatlarning vatanini qayta qurishi tasdiq to'xtaydi. O'zimizning emas, o'zining. O'ziga tavazimidan alqagan va o'z milliy manfaatining peshida bo'lmagan, zimin oshqunligi va tahirsiz milliy manfaatlarining og'antisiga mahkam islolmaslik, nodonligiga mubtalo bo'lgan chechilang'u, prinsipsiz, nizomnomasiz millatlarning taqdirida o'tmishdagi ichinishli tragediyalar qayta takrorlandi. Biz Uyg'urlar da'vo doiramizni faqat 1,828,000 kvadrat kilometr zaminga markazlashtiraylik. Hergiz 6 milyon kvadrat zaminni emas. Mao Allah'ın uyi kelimesi bilen Uygur uyi kelimesininki urushib qilishi bu mavzuni azroq qisqartib o'tayim kelayapman. Chunki bu mavzu haqida yaxshi to'xtalib olgan bo'ldi, lekin yo'ldoshim Shavkat Mamabekchi telefon qilib so'z qoldirib, diniy temalar kirma, chunki seni Turkiya chomi kesak qo'ydi. Turkiyada undaq tushunchalar unda erkin emas. Yelimi oqsoqollik qilib nurg'un maqollarni yozib chiqdilarni olding. Turkiya sen Kanadaga mangan 2005-yildagi Turkiya u undaq gaplarni chiqqanma, sanli qilamsa, senda boshqa odam yo'qmi deb. Shuning bilan bu ya'ni qoldirib o'tay deb o'ylayapman, lekin beklam degan bor. Deymi demaymi? Miyada de bizning Allah'ın uyi bilan Allah'ın kelimesining uyi, Uyg'ur madaniyat uyi urushib qo'yapti dunyoning hamma yerda. Amerikada, Kanadada shu, Gollandiyada shu va boshqa yerlarda shu. Buningga dunyo o'limalar birligi degan zotlarimiz naqsh qilib turguliq. Bu mening dahshat ichim pishirayotdi. Bizmi shu Kanadada voy shu damlarni shuna deb qo'ygan. Voy Uyg'ur uyi deymiz, ham Uyg'ur uyi, ham Allah'ın uyi. Allah'ın uyi degan vaqtimizda musulmon qarindoshlardan pul berdi emasmi? Shuning o ishni bo'lmaydi. Biz buni Uyg'ur uyi qilamiz, Uyg'ur nim qilamiz deb Uyg'ur bo'ladi. Undaqda bizniki bu masalalar, oddiy masalalarni hal qila olamiz. Unchalik radikal emas adlamlarimiz deb
biz bir zimin bo'lsa bo'ldi, bir qaqqan qo'ziq bo'lsa bo'ldi. Mushu kelajak avlodlarimizga bir taqdim qilsak bo'ldi deb olgandik. Lekin hozir u uylarning ahvoli bek yaxshi emas. Buni Uyg'ur uyi deb qo'ysa, shu ko'ngilda Uyg'ur jamisi deyishni xohlaydiganlar bu Uyg'ur uyi dedi deb xafa bo'lib qilib, uni Uyg'ur jamisi desa, qarshi Uyg'ur uyi deyishni xohlaydiganlar, uni Uyg'ur jamisi dedi, Uyg'ur uyi demidi deb nima bo'lib turadi? Undaq ziddiyat paydo bo'lib qoldi. Shunga men yaxshisi qalbim tüküplü deysizlargachimi aytal keldim. Ayetel Kürsi, yani Bakara surasining 255 oyatida Allah bizga o'zini tanıştırdı. Xuddi biz bir ish iltimos qilgan vaqtimizda shu ish o'rinlariga o'zimizning kimligimizni, qanday iqtidorimizning borligini, qanday bir inson ekanligimizni tanıştırib, ingliz ismi resume, Uyg'ur ismi tarjimal deb atalgan bir narsa topshirganimizdek Allah'ı Ayetel Kürsi orqali o'zini bizga tanıştırdı. Shu vajidan Ayetel Kürsi Allah'ın bir kimlik bayonotnomasi deb tushunaman. Ayetel Kürsi oyatida Allah bizga o'zining kursini, ya'ni qanday bir zot ekanligini anlatadi. Allah Ayetel Kürsida mundaq deydi. Allah el-Haydir. Onundan başqa hech qanday bir Allah yo'qdir. Mutlaq tirikdir. Faqatla tirik emas, balki tiriklikning manbasidir. Men tirik degan hamma narsaning tirikligini bergan udur. El-Qayyimdir, ya'ni yagona ilohdir. Uni ne g'aflat basar, ne uyqu basar. Ko'klarda va yerda mavjud bo'lib turayotgan har narsa uningga oiddir. Allohning bir kimlik bayonotnomasi bo'lish sifati bilan Ayetel Kürsi Qur'onning jon tomiri deb qaraldi. Ayetel Kürsida, ya'ni Allah o'zini barliq tiriklikning manbasi va hayot bergan hayot toki zo'r portlash, toki cho'ng portlashdan tortib atom va atomdan keyingi ushaq parchalag'icha bilgan va yaratgan Allah muhtasham bir tajallisi, ko'klar va yer zamindagi barliq mahluqotlarning yaratquchisi. Aldıda, arkada, aşkara ve yoşurum boğan her narsani bilgüçüdür. İnsanlarını qutquzguçudur tərifleydi. Ondaq da manım şundaq bir dersiga qadir yaratquchi boğan Allah Xitay tərbidən irqi qırğınçılıq uçurab, mevcut buluş bilan bulmaslık otursadı ki, hayat mamatlık peytede inravatqan aciz ve dünyanın yardımıdın ve nazarıga ilişidin müstahsına qılıvatqan dünyanın həmmi yeride terip eren bolup turayotgan Uyg'urlardan o'ziga o'sib berishni, yana bir ismi jami yoki masjid deb atalgan bir joyni silib berishni talab qilamiz va jannatga kirishning sharti qilamiz. Ammo vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday anglatish, qanday qutulish uchun ko'rsatayotgan tirishchiliklarga qaraganda Allohning uyini barpo qilib, Allohning savobiga erishib, jannatga kirish uchun ko'rsatayotgan tirishchiliklari pek jiddiy ve tahirsiz Allah'ta bulvatkallığı görünüp durvatıdır. Bir milletli millet sıfatı mevcut kıptırdığı amınlar tili, örf, adeti, medeniyet, sanatı ve dini itikatı ibaret bulup, din bu yerde gözü tutuvatkını minin has birli din emes. Belki barlıq dinler. İnsanlar qaysı dinine itikat kılgan bolsa, şu din, şu millet ve halkının medeniyet ve örf adetleri sınıp ketken buldu. Din amili bilan medeniyet, sanat ve örf adet amili bir milletning o'ng ve sol iki kolu bulup, her bir kolunun yo'q bo'lishi yoki birli tarafning bekla ta'kidlanib, yana bir tarafning mansitilmasligi radikallik, diktatorlik ve jaholatga boshlab bordi. Masalan, Talibanlar faqat dinle mavjud bo'lgan boshqa narsalar inkor qilingan bir davlat qurishni nishon qiladi. Shu vajdan diktator ve jaholatning misoli. Eğer fakat medeniyet sanatı ta'kidlanib, insanlar dinni itiqat cheklimga uchirgan chog'dimi, bundaq bir jamiyatning adolat axloq prinsiplari buzg'unchilik uchrab, erkin va demokratik huzur ichidagi bir vatanni qurib chiqib bo'lmaydi. Din bilan madaniyatning munosabati bir cho'ng tema. Shunga men bu temaga kirmayman. Mening bu yer ta'kidlamoqchi bo'lganim muajiratdagi Allohning uyini barpo qilish vasvasasi, ammo biz barpo qilgan u uyning Allohning uyiga o'xshamay, sinfiy kurash maydoniga va yoki George Orwellning 1984 nomli kitobi tilga ilingan
nafrat kechisi tashkillaydigan o'ringa o'xshab kelayotganligi, oxirida Uyg'ur uy kalimasi bilan Uyg'ur jamisi kalimasining urushib kelayotganligi, shu vajidan Uyg'ur uy degichilar bilan Uyg'ur jamisi degichilarning bir-biri bilan Xitoydagi sinfiy kurashdan mubattar xirisga duch kelayotganligini o'tirib qo'ymoqchiman. Amaliyotda bu masalalar hal qilish uncha qiyin masalami undaq emas. Bu faqat bizning ideyamizdagi dogmalik va radikallik masalasi bo'lib, din ma'nosida Uyg'ur madaniyat san'atini o'z qo'limiz bilan tadqiq qilishi, madaniyat san'at ma'nosida dinni o'z qo'limiz bilan tadqiq qilishdan iborat bo'lib, bu nuqtadan e'tiqodda chet ellardagi Uyg'ur jamoati intayin xatarlik bo'lgan bir ishga to'qinishining bo'sog'istirayotgandek qildi. Agar bu masala unumli hal qilinmagan ahvol ostida Xitoy bu bo'shliqdan foydalanib, bu sinfiy kurashning ustiga yog' chechish orqali Xitoy jazo lagerlarini taqagandan keyin o'zimiz bilan fikr, ideya va tushunchalarning jazo lagerini o'z qo'limiz bilan qurib chiqishining hozirligini qilish mumkin. Başqa yerlarni ham qisqartirib o'tdim. Ma töbeng tushmadim. Azroq tahrir qilib turanglar, azroqlam qoldi. Mana, ne. Endi shu 4-kalima. 4-kalima keldimi deyman? 4-kalima. Uyg'ur jamiyatida xato ishlatilayotgan kalima islom dinini eng yuksak yoki aziz din qilish degan bir kalima bo'yatdi. Bu men 90-yillarda bek avjiga chiqib ketgan, keyin sal pastlab pasmashda bo'yatdi. Lekin nanam Uyg'ur jamiyatining bir qism to'plamida mushu undaq kalima davomli ishlatilib turdi. Bu menimcha bo'lganda toz yaxshi kalima. Uyg'ur jamiyatida o'zi islom dinini eng yuksak din qilish degan bu kalima. Biz faqat islom dinini boshqa dinlarga cheksiz darajada hurmat bildirgan vaqtimizda birlam yo'l boshi boshqa dinlarga bek yaxshi hurmat qilgan vaqtimizda o'zimizning dinini eng yuksak din qila olamiz. Hozir mujorat yashayotgan Uyg'urlar orasida nayt g'urur va iftixor bilan tilga olinadigan bir kalima bor bo'lib, u bo'lsa islom dinini yuksak din qilish kalimasidan iborat. Undaqdan navbatda bu kalima Uyg'urlar uchun foydali kalimami yoki emasmi? O'zimiz e'tiqod qilgan dinni eng yuksak din qilish shiori boshqa dinga e'tiqod qilgan kishilar uchun qanday bir ma'noni berdi va qanday bir ta'sir qo'zg'aydi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom boshqa dinlarga qanday bir ma'lum bo'lgan edi. Diniy urushlar oxirlashib, dunyo Xitoy qatorliq bir qancha diktator davlatni hisobga olmaganda modern, yangi, ilg'or demokratik bir davrga kirayotgan, hamma dinlar baravar deb qaralgan, diniy erkinlik asosiy nizom qilinayotgan bir dunyoda Uyg'urlar ishlatayotgan islom dinini eng yuksak din qilish shiori mencha bo'lganda boshqa dinlarga jang e'lon qilgandek bir ish bo'lib qoldi. Masalan, Hindistonda kala ularning xudosi bo'lib, kalga ibodat qilish ularning dini uchun eng yuksak nuqta. Hindistonda yuqori sur'atli tosh yo'lda o'ltirib olgan bir kalgani urib qo'yib o'tolmaysiz. Agar unda qilsangiz, Hindiston xalqining diniy qiymatlarini zidlab qo'ygan bo'lsiz. Bu xuddi bir Qur'onni ko'ydirish bizning diniy qiymatlarimizni zidlab qo'yganga o'xshash bir ish. Din tarixiy nazarga olgan vaqtimizda hech qanday bir dinning yolg'iz din bo'lish sifati bilan dunyoni o'zgartirilmaganligini, dunyoni o'zgartirish va rangarang qilish uchun din bilan ilm fan birlashish kerakligini ko'rib olamiz. O'rta asrdagi Yevropada xristian dini mutlaq ustun din deb qaralib kelgan edi. Rim cherkovi davomli holda Yahudilar Alloh tarafidan tashkil etilgan millat deganini ko'p tashviq qilib turadi. Yahudilar dinini o'zgartirishga urinmaganda ziyonkashlik qilishga majburlanadi. İspaniya katolik kahinlari o'lim yoki dinni o'zgartirish bilan Yahudilar tahdid qiladi va katolik diniga kirishga majbur qiladi. Uyg'urlarning ajdodlari ko'k tangriga e'tiqod qilishdan diniy e'tiqodlarni boshlagan bo'lsa, Mani, Shaman, Budda qatorliq dinlarga e'tiqod qilishdan toki hozirgi islom diniga e'tiqod qilishchi bo'lgan bu jarayonda nurg'unlagan qismatlardan boshdan kechirdi. Hokimiyatlar mavjud bo'lib turmadi, ammo dinlar va
o'z mavjudligini saqlab keldi. Islom diniga kirmaslik uchun bu dinni rad qilib bir-biri bilan qonliq urushlar ilib berib, Qashqar va Xotan sepillarni qonga bo'ygan Uyg'urlar bugungi kunda islom dinining sodiq e'tiqodchisi bo'lish sifati bilan Xitoy hukumatiga qarshi kurash qilmoqda. Biz navbatda dindan alqagan bir davr turmoqdamiz. Diniy urushlarga asosan xotim berilgan bo'lib, davlatlar va millatlarning manfaati diniy masalalarning oldiga qo'yilayotgan bir davrda turyapmiz. Shu vajidan o'xshash islom diniga e'tiqod qilgan musulmon davlatlar Xitoyning Qur'oni Karimni ko'ydirishiga sukut qilib, Fransiyada Qur'on ko'ydirilsa, o'rinlardan turib ko'chalarga norozilik bildirib to'kilyotdi. Falastin uchun ko'chalarga to'kilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilmoqda. Qaysidir bir dinni mutlaq ustundan qilish yoki qilmaslik masalasi hay va qayyum bo'lgan Allohning ishi bo'lib, Uyg'urlarning navbatdagi eng muhim vazifasi o'z dinini erkin ibodat qila oladigan xotirjam bir joyga erishish va o'z millatining dunyoda mavjudligini saqlab qolish. Kanadaga kelgan 10 ming Uyg'ur Kanadada o'zining dinini erkin ozoda holda har qanday holda to'salg'usiz holatda ijro qila oladi, davomlashtira oladi, saqlab qala oladi. Farzandlarini islom dinida tarbiyalaydi, ammo islom dinini boshqa dinlar ustida turadigan, qandaqda ustundan qilaman degan maqsadda bo'la olmaydi. Chunki Kanada qonunlariga asoslanganda Kanadada hamma dinlar barobar bo'lib, hech qanday bir dinning ustunlik talashishiga yo'l qo'yilmaydi. Kanadaning Toronto shahrida nihoyat hashamatli islom markazlari, jamilarda ayollar jamilarda ayollar namoz o'qiydigan o'rinlar nihoyat keng bo'lib, ayollarning ayrim namoz o'qiydigan o'rinlari Turkiyadagi Sultan Ahmed Camisiga beribman. Camilarni tekshirib baktım. Aş camilarda mundaq ayollar bir to'siq qo'yib ketgan. Ayrim ibodat qilgan o'rinlari yo'q, ammo Kanadada o'zi xristian davlati bo'lgan bilan diniy jihatdan nihoyat yuksak ahamiyat beradigan bo'lib, ayollarning ayrim shu ibodat qilgan o'rinlari bor. 2021-yil Kanadaning 4-yili bularni o'qimayman. Xatim o'rindaman. Ankabut surasi 20-oyatni. Ya'ni dunyoni kaz dolash, dunyoni Allohning qanday yaratilganligini bil. Allohning dunyoni yana mushuning o'xshash yaratilganligi haqida muloyiz qilib tahlil qil degan bir ibodat bormush. Ankabut surasi 20-oyat. Xato ishlatilayotgan iboralar yoki kalimalar bizning vatan qurishdan iborat bayanlandimi? Ben o'tgan yili sizlarga bambukning hikoyasini so'zlab bergandim. Men Allohning bir mo'jizasi bambuk izchillarga hayron qolmay, Uyg'urlarning ajr, sabr, umid va ishonch mahsul bo'lgan bambukdan o'rganishni va umid qilaman. Men bambukni Allohning bizga bergan bir tabiat oyati deb qarayman. Men 2022-yildan e'tiboran har yili Istanbulga kelyapman. Men bu jarayonda har qaysi WhatsApp gruppalarida va yig'ilishlarda Qur'on kurslarining intan ko'pligini, diniy ustozlarning nihoyat ko'pligini, dindan boshqa narsa qaraydiganga Uyg'urlarning ancha cho'lisining yo'qligini tasvir serib o'tirgan quloqlik bilan yo'l yurgandimi diniy dars anglab ketayotgan nihoyat nurg'un Uyg'urlarni uchratdim. Bunda ahvollar nihoyat yaxshi ahvollar. Bir millat o'zining diniga mana shunday esilishi kerak. Bu munosabat bilan mushu diniy darslarni berayotgan, xalqimizning diniy e'tiqodini chantayotgan ustozlarga alohida hurmatimni va ehtiromimni bildiraman. Ammo men ko'pchilikka tarix jihatda hozir qo'limizda bor bo'lgan Qur'onning nihoyat uzoq tarixga ega bo'lgan, hatto cho'ng portlash, Big Banggacha, hatto undan uzoqlarga tushadigan muhtasham bir tabiat oyatini o'rganib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu tabiat oyatidan Alloh shu Ankabut surasida bishorat berdi. Qur'onni o'rgan, ammo kaz dunyoni dolash, dunyoning qanday yaratilgan bu buyruq bizga. Buni chuqur qilishimiz kerak. Chunki Alloh bizga buyruq beryapti. Chuqur sen u yoqdan chiqib Qur'onni o'rgan, u yoqdan chuqur dünyani kesişin gerek. Dünyanın tağlar sana bir nemi sözlep berdi. Tağlarının her bir kaviti dünyanın qanday yaratılganlığının tarixlerini sözlep berdi. Deniz sana bir nemi sözlep berdi.
Bambuk sana bir sözler bir bambuk sen üzerinin milletinin bambuku 5 yıl su koysan yerinin üstüne çıkmaydı. Sen o bambukta su koyuşunu bir toxtup koysan o 5 yıl mı teşvik çıkmayı vay bu çıkmaydı ki sesip ketik edip su koyumsan bambuktan ibaret bunda güçlük bir hazırkı polattan güçlük bir nimge erişemeyse bambuk bu 5 yılın içinde özünün işki mekanizmini futbol meydancılık çoğunlukta kengaytalaydı. Ama bambukta bir bişaret var. Sen şunu kıl, şu çağda sen Xitaydan qutulup ketaleyse deb bambukni bizga bisharat qilib beryapti. Men Ankabut sursum shu. Endi biz Qur'on kursi o'qigan ustozlarimizga men shuni deyman. Shu Ankabut surasiga bir ahamiyat berib, shu diniy darslarimizni, sinflarimizdagi xonimlarimizni, ayollarimizni 2000 mana men o'qiydi. Qo'limizda bor bo'lgan Qur'ondan nihoyat uzoq tarix ega bo'lgan, hatto cho'ng portlash buybangacha hatto undan uzoqroq tutishgan muhtasham tabiat Qur'onini o'rganib qo'yishni tavsiya qilaman. Alloh Qur'onda, ya'ni Ankabut surasi 20-oyatda dunyoni kaz aylan, dunyoning qanday yaratilganligini ko'r deb amr va buyruq qildi. Insonlarga shundaqla dunyo mustaqim qildi. Hamda qisqartib o'tdim 1 minut. Tep balaya deydi ayrimni. Mana miyatga. Şunun bilan men 2003-yil 2023-yil bo'ldim. Xonimlarga qirg'inchilikning din haqida shu xatir yozishni tavsiya qilgandim. Bu og'zimda so'z aytay. Tavsiya qilgandim. Demakki, shu Ankabut surasiga ergishing. Ankabut surasi sizni yo'riqlik chiqirdi mundaq aytganda, dunyoni kezing dolishing, oldingizga uchirgan dengizga, okeanga, dunyo anglamagan batlaringizni dengizga, okeanga, tog' daryolarga to'king. Undan keyin yaningizga bir telefoningizni seviling, telefoningizning hozir modern bir dunyo, telefoningiz ovozini ip qo'ysin. Uyingizga qaytib kelgandan keyin bir shikoyatdan keyin siz uni yezib chiqing. Har bir maningizning bir tarixiy qirg'inchilik hikoyasi, Uyg'urlarning bir qirg'inchilik adabiyoti bo'ldi. Agar bunga ulgu istayman desanglar, qanday yozishni bilmayman desanglar, mening YouTube'da Ontario ko'li bilan suhbat degan bir yozma asrim bor. Shuni anglab baqsanglar bo'ldi. Shuning bilan biz shu Ankabut surasiga ergashish orqali ham Allohning jannatiga kira olamiz, ham qirg'inchilikning shu reallikdagi bir adabiyotini o'z qo'limiz bilan yangicha bir uslubda dunyosini olamiz. Rahmat sizlarga. Bu yerda bir ko'rinishlar bor, qaranglar. Ma madaniyatimizning haqida shuni bir qisqa ko'rsatayman sizlarga. Bak ko'rsatkim kelib ketyapti. Chunki mana madaniyatimizni Xitoylar o'ynayapti mana. Ay bu qo'yilmaydi bu. Tushib ketamdi. Ishtirib tushirvasangiz tushib ketma bo'lmasa mal qo'yitay. Ha. Ma butunlay Xitoylar Atlas ko'ynakilar bunda qilishlik sabab nima Xitoyning? Hozir eng oxirgi qo'ydim adabiyot san'atchilarni. Adabiyot san'atchilarni ma'maydi u. Uyg'ur usulini Xitoylar o'rgatyapti, Uyg'ur san'atini. Buni hammasini qo'ysam chiqib ketadi. Shuning uchun azozdan qo'yman. Ammo yana bir ma'ni biz Shavkat Uyg'ur bu deydi, men Xitoy deyman. Talishib qoldik, bu Xitoy mencha. Shunchalik professional Uyg'ur usul o'ynashni o'rgatyapti Xitoy. Mana buni bunchalik qo'yay. Uyg'urma? To'yni tushib bilan chiqmaydi. Ya. Bo'ldi qilaman. Hazır vakit bekçen erkek sanasız. Bizde suallı projelerimiz sizden sual sorayım. Ma'qul. Hata gelme verme kılığında korku korkutucu kestemez. Hayatta hata düşen çiğ yol olmaz. Yo'q, men u xato gap qilgan. Hata gap qildim. Bunun bir cevabı soğulup. Ha, bo'ldi, men tugatdim. Bo'ldi, ma'qul, men tugatdim. Ma'qul.
Hayır. Gülşah Abdulqadir xonimning leksiyasi uchun ko'p rahmat. Endi bizning savol-javob qismimiz bo'ldi. Yuqorida leksiya so'zlagan 3 kishini sahnaga taklif qilaman. Abdujil Turan efendim, Dilshod Barishchi efendim, Gülşah Abdulqadir xonim sahnaga marhamat. Agar ruxsat qilsangiz, meniki shu 3 xonimningki gapiga 3 yon jumla bilan 3 jumla qo'shib qo'ymoqchi. Ziyoda emas. Endi birinchi Allohning uyi, Allohningki Uyg'ur uyi degan masala bir talash tortishgan bir masala emas. Nima deb atay bizning ajdodlarimiz nurg'un masjidlarni salgan, Qashqar jamisi, Keriya jamisi, Kucha jamisi Nunda atsın. Yani Uygur üye de nasıl üzünü ortadan üye endi o. Ama Allah'ın üye avı kılmakçı bu kadar. Yani ben Uygur'un üye desin, ne desin bir talaş tartışkan mesele emez. İkincisi Allah Teala müşkü bizge yardım kılmayınca kudretli tutsa ayetler kurusunda üzünü şundan ifade kıptırıp bizde Xitay'ın müşkü kutkazmayı deydi. Yani bizge abadın kuşları kemeydi Muhammed Aleyhisselam evetilgen deyin Muhammed Aleyhisselam'a işleysen, sebep kılsan diye buyurdu. Şu Muhammed Aleyhisselam dua kılsa tam altın bulkan halet dedi. Şundan sonra Muhammed Aleyhisselam açıp bir kuldu Kur'an'ı, bir kuldu kılıçını tutup çıkıp cihat kıldı, uruş kıldı, ayda kıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetlerinin şu an Kur'an-ı Kerim'de bir ayet elbette Allah Teala ve ellezil insan illa masan. Her kandak insan üzerine tirişkılığı yitidir. Tirişsen, işlesen buldu. Bir cim yazsak Allah bilmeydi. Ama oğlumuzdan durup küçük bir baldak, maalesef kalan baldakla bizi çıkarıp koydu. Bu mesele tükeniyor. İkinci, bu İslam dinini başka dinden üstün kılıç diyen hep İ'la-i kelimetullah diyen Arapçada var. Bu diyen üstün kılıç üstündekini ifade kılıp bildiriş diyen gel. O zaten Allah'ın dini üstün, biz üstün kılamayız mı? O üzü üstün. O üstünün namaya kılıç. Üzümüz mısfazı, üzümüz o biçare kılmayı, üzümüzün kuşluk ikerlikini, üzümüzdeki yakşı evzel ikerlikini ifadeleş diyen gel ayada. Bu Endi yana bir mesele başka dinler bizim İslam dini başka dinimiz okşaş başka dinle okşaş hürmet kılımız bizim dinimizin başında yani okşaş desek bizim imanımız dürüst olmayı geldi. Burada bir ayet var. Neyin dinimiz Allah'ın gibi yani ben size okuyup bırakayım. Deydi o ve men yekfur bit-tağuti ve yu'min billahi faqad istemseke bil-urvatil usqa la infisama laha deydi. Yani kim ki tağutunu inkar kılar Allah'a iman etse o üzülmez tutkunu tutkan oldu dünya ahiretten o şey yakşı oldu. Evet tağut diye mesela Allah Teala'nın başka çukurun var mı? Hemimiz tağut yapıldı. Şu an la ilahe illallah diyen zaman ama la diyen gel, yas diyen gel. İlah yok demekte. Fakat bir la ilah var denir. Eğer yok diyen gel demeyi durup başka ilahın var Allah'a bakacak iman durusu olmaydı o. Şu an bizim dinimiz İslam dini, Kinagenliğin, Hristiyan dini, Yahudi dini, başka Samavi, burada üçü peygamber evet, Allah üçü evet dini evvelden kaldırıyor edip, muşid dinini bizge belgiletler. Biz muşunun imanımız olsa, imanımız olan bu. Bazı etimiz Müslüman buldu, biz Müslüman bulamayı kalırız. Yani bir ayet var. Ve temelde bir defa gayret İslam'ı dinen fele yukbele müdür deyip de Kur'an-ı Kerim deydi böyle. Çünkü İslam'dan başka birini dini kılmak dese, kabul kılınmaydı onun dindeydi. Yani Allah'ın emri var. Biz şu Müslüman olanlar mı? Müslümançılığın ügüneyli. Biz hemen her şey ügün, pul tepişini ügünümüz, onu ügünümüz, harfini, tilini ügünümüz, İngilizce, Müslümançılıkla hiç ügünmeyiz. Müslümançılıkla bilmegenlikimizde çıkan yapmağım. İnterim hata yapmağım. Benim dinim ne? Benim başkanın dinini hürmet kılma, benim dinimi hürmet kılma, okşaş kürmeye desek bu iman bomaydı. Başkanın dini biz hakaret etmeyiz. Tamam, hakaret etmeyiz, hürmet kılmayız. Lakin deyimiz ki, benim dinim başkalarının hak dini, başkalarının dini batıl din. Diyen itikat bağımlısa imanımız dürüst olmaydı. Bunu yapıp yapmamak.
Endi bu tünigen muazıraq şu ziyali, dini ziyali, fenni ziyali degan haqda az gap bo'ldi, ammo savol javob qismida fursat bo'lmay qolganlik uchun men savol so'ramay qolgan. Endi bu din bilan fenni ayirayotgani Uyg'ur nimasiga qarata Xitoy. O dinni cheklagan bo'lg'achqa fanniy maktabda o'qiganlarninki ideyasi boshqacha cho'ng bo'ldi. Keyin diniy maktabda o'qiganlarninki ideyasida ba'z farq qilib qoldi. Bu o'chmanlikni, bir-birimizga bo'lgan o'chmanlikni Xitoy saqlagan o'chmanlik. O'zimiz paydo qilgan o'chmanlik emas. Buni yaxshi tushunishimiz lozim. Bir necha yil oldida Germaniyada Erkan bilan bir necha o'tirib muzokara qilgan vaqtda ma dinda o'qimagan ziyolilar qancha olim bo'lib ketsangmi diniy haqda gap qilmayman. Gap qiladigan bo'lsangmi tushunchalarni yezib bizga qo'yapsizlar. Biz sizga to'g'risini tushuntiraylik. Undan keyin xalqqa dunyoga e'lon qilinadi dedik. Shundaymi? Shunaqa kelishgan tuq biz. Endi ba'zi bu dinni o'qimagan, diniy bilimi ko'p bo'lmagan biz yaxshi ko'radigan ziyolarimiz yani. Ama biz yomon ko'radiganlar emas. Biz yaxshi ko'rib bu millat yaxshi xizmat qilib o'tirdi madem. Bu odamni ulug'lashimiz lozim deb turgan bizga yaqin bo'lgan kishilarimiz din haqida bilgisi oz bo'lib turib din haqida gap qilib qo'ydi. Şundan ham bizning ishimizning o'ttirishga ham texnik kengaytmayib ketib qoldi. Ben bir sualdan cevap vereyim mi? To'xtam, savol emas bu. İkincisi Sharqiy Turkiston masalasiga kelib Ama o din sizden benim haq qiladigan masala emas bu. Dunyoda Ben Müslüman dünyasına bakıyorum. O ne demek? To'xtam, men Sharqiy Turkiston haqida gap qilaman. Bu Sharqiy Turkiston nima misol olib aytgan sizga. Bu Sharqiy Turkiston masalasi bizning davoyimlik Ya siz dini meseleyi bir çarpı tutsam dedim. Ben size cevabına sual hazır bilgilerinize ne bir cevap veriyorum. Yani siz çok yapmanız anında ne yapayım? Siz dini okumadan için dine To'xtam. Ya ben sizden şuna cevap veriyorum. Siz dinni şuna etkisiz. Siz çoğun dinni okuyup Mısır'da ya bir yerde dinlerini inip gelip din hakkında yaptığı okumuşta etkisiz. Şuna değil. Ben deyim. Siz için tuttum. Ben deyim. Bir dinle itikat kılan her kandak adam o yağlık çıkan desin, dini âli mekteplerini bitirip gelip, ondan çok âli mekteplerini çinimlerini bitirip gelip, din hakkındaki akılcıklar sahiplenmeydi. Ben özellikle dinde itikat kılarken ben yaşavatkan şu dinde ben itikat yağlık çıkan ayalmen ben Allah bilen özellikle oturusundaki din sizinle dini itikatları niye seyretmek tanımsınız? Allah'ın özellikle To'xtam. Ben alimlikten yürütmeden bilsem ne? Ben din hakkında gerçekten hakkından. Çünkü ben şu dinin sahibi cevabını verdim. Bu şekilde davamlaştıramayız. Eğer karşı fikirler olsa normal avaz tonunda biz fikrimizni oturup koysak buldu. Cevap verdik Allah'ıma şu şekilde buldu. Çünkü bu sual cevap kısmı, münazara kısmı emas. Şu sual şeklinde davamlaştıraylı, fikir katlaştırdığı iş olsa tüven avazda davamlaştıraylı. Çünkü bunu naq meydandan takip etmemiz yaxşı tesir vermeydi. Endi Sharqiy Turkiston meselesiga gapimni qilavay. Biz Sharqiy Turkiston meselesi Sual so'rang. 1933 yılı Qashqarda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb bir devlet kurulgan. Bu gaplarınızı abim siz benim usulümü yatkılarken biz mi bilemiyoruz ben rahatlıktan. Sualı soran, bu sual mı var? Uyguristan'da bir devlet kurulgan mı tarihte? Uyguristan'da bir devlet var mı sizin ispatınızda? O yok. Neden davasını kılırsınız onun davası? Bir dava kılış için bir tarihi arf kuruluşumuz bulaş gerek. Bizim arf kuruluşumuz 1933 yılı Qashqarda kurulgan Sharqiy Turkiston İslam Cumhuriyeti. Elbette. Şunun davasını kıldığı Elbette. Onun ismini demey durup, onun ismini özgertip, kanda dava kılmaksız. Bu iş sizin bilmiyorum. Davat siz ben kanununu özgertip siz neden Türkistan demeyle değilsiz. Nereden? Türkistan'da azatlık demeyle değilsiz. Ne demekçisiz? Yaxsız. Undaq demedi. Siz şerefsiz. Siz kimdir şerefsiz? Bundan degiler Türkistan'da öğretmenleri çok coğrafyalı Türkistan degen gap, Sharqiy Turkiston degen gap.
Sizin nazarınız açtakma? Şarkı Türkistan demek, Türkistan'a hürriyet diyenler, Şarkı Türkistan'a hürriyet. Lekin dünya almakta düşenmeydi. Yapını kıskart. Ha, lekin dünya almakta düşenmeydi. Şarkı Türkistan, Genel Türkistan, Türkistan deb düşündü. Siz coğrafyanı yaxşı öğrenişiniz gerek aldıkmı? Siz onun Şarkı Türkistan yap. Assalamu alaikum qimmatlik vatandaşlar, qarindoshlar. Bu bir ilmiy yig'in. Endi qalay? Hamma shu muborak vatanimiz Uyg'uristonning mustaqilligi uchun menda fikr qilishdimi? Turib turing, men gap qataman. Bugungi dunyo, bugungi O'rta Osiyoning siyosiy Zingan Qirg'iziston, O'zbekiston. Bir gapni ortiq qilmayli. O'tinib qolay, riyosatchi ayada savol bo'lsa, chiroyli savol so'ranglar, javob bersin. Bu munozara qilgan bu savol javob shaklida bo'lsin. Ko'z qarashimiz o'tirib vaqtimizni isrof qilmayli. Hammamiz mushuk insonlar. To'g'ri. Kechiring aka. İslam'ın müstahliğinlerden bizge kalamam yok. Şunda- İlmi makalam yazamam yok. Sorunumuz hazır texin. Menimce Uygur cemiyetide yoki kelgusidagi Uygur cemiyetiga nisbatan eng mo'tadilla yig'ilgan bir sorun. Bu yerda İslamni Uyg'urlarninki dini bombaslik kerak deydigan qarashdagilar menimcha bek yo'q. Balkim dinga ishonmaydiganlar bo'lishi mumkin. Ammo İslam Uyg'urlarning dini bombaslik kerakdi, buni boshqa bir dinga almashtirish kerakdi yoki Uyg'urlar ateist bo'lishi kerakdi deydiganlar menimcha yo'q. Demek bu bizninki intayin çoğun bir birlik asasındaki bir yığın. Ama biz Uygur cemiyeti buluş sütümüz bilen Uygur devleti bulgan vaktimizde biz aramızda bunun texmi keskin fikir qarashlarga kişiler bilen bir sorunda oturumuz. Biz bunda temperaturunu örlütüversek o çağda biz ilmi muhakeme kılanmayımız, münazara kılanmayımız. Şuna bence bu sorunda temperaturun örlüşü beni hayran kaldırdı. Biz karıştığımızda ait ilmi şekilde soğukkanlık bilen oturup koyuşumuz gerek. İtikadımızla karşı gelip çıkan vakitten bence açık kılıştan açtı yok. Fakat onunla tükençi bir iş hakkımız var. Özümüzün karşısını saklap kalış hakkımız var. Sual soraş hakkımız var. Rahmet. Men sual so'ramayman. Aldangi yil birinchi qatimliq echilgan yig'indimi mushunaqaroq bir munozirlar bo'lganligi uchun jillojikam dunyoning hamma yerdan fanniy men bu gapni takrorlashni ahamiyati men xohlamayman. Dunyoning har qaysi joylaridagi shu Uyg'urningki ishlarga kuyunadigan ziyolilarni taklif qilib bir yig'in o'rlashtirgan. Shundoq. Selim Paşa'dan. Naiti yaxshi ahamiyatli Sahalara diyalog deb. Sahalara diyalog deb. Bu diyalog naiti yaxshi o'tgandi. Uningda ulamalar jamiyatidan bor, shu fanniy sohada tanilgan ziyolilar biz shunday yaxshi tushunish hosil qilgan. Hozir yana bu ish ta'tirganib ketdi. Shu men gapni Jillajikamga bersak, Jillajikamga gap qilib meni to'xtatsak mumkin bo'lsa. Ya, ishqilib Qozog'istonda Turkiston deb bir shahar bor ekan. Bunim deb qo'ying. Ya suallardan çıkıyordum yaxşı. Bu tüyünü ama yerildi ama oturup çıkıdı. Münazirga aylandırsak elbette erkimdeki üstündeki doktor nazarı buldum. Uyg'uriston mı, Sharq Turkistonmi degan tema bu uzundan buyon hal bo'lmay kelgan bir tema. Biz hal qilib bo'lmaymiz. Faqat bu yerda so'zlangan leksiyaga qarata savolinglar bo'lsa, so'rasanglar, oyoqlashtirsak bo'ladi. So'zib javoblar gapni ayada qilib bo'ldi. Qani savol bo'lsa, Gapni ayada qilib bakanınız. Chiroyli qiladigan savollar bo'lsa, qaysini so'raydigan uning javoblarga vaqtni biroz demoqlarni qilsak ishib ketdi hozir. Abdulaziz Bekto'rak akimizga mikrofonni berayli. Savolni 1 minut ichida so'ranglar. Fikr bayon qilinglar 1 minut ichida. Men hozirgi munoziraga talash tortishga kirmayman. Ammo Abdul Turankamdan so'raydigan savol bor. Marhamat. Şu bayatın siz men isimini çıkmaydı degan bir adamninki
gipi var o. İsa Efendim doğruluk. İsa Efendim'in hazır bizdim mi şu belki aşidemdeki nevrelerimi kelip İsa Efendim doğruluk bizgi de yapıyoruz. İsa Efendim tunamsa bu diyen şu. O kadar tesir ettiğini şu. Neymiş ki şu vakitte İsa Efendim acayip tunuldu. Hiçimiz bir lider Uygurların vekillik kıldığın için Türkiye'de hem de için. Hem hazır gelgen çağda hem de Türkiye'de Uygur'un davası mağmayvatı da hem de başka devlette gitip vardı mesela için. Hem emeli real şerait şundan buladılar. Şu vakit bek tunuluşunun sebebi benim düşüncemde. O çağda milliyetçilik hareketi Türkiye'nin için. Şuna bir ihtiyaç olan Uygurlarını şunun bir malum şekilde paydalangan bir ihtimallik bağ olap şunun bek tununup ketken mi? Hazır tunulmazlıkta hem de bu siyasal İslam hareketi deyimiz, onun başka hareketler var. Bunun da milliyetçilik biraz kayıp kaldı hem de çok. Ondan oğlandı hatta bunu bilirsiniz siz. Millet için, vatan için dava kısak, cehennem gittiğimiz, yakımız bir zaman populumuzda geldi bağ zaten çok. Bilirsiniz onlarını. Şunda bir sebepler var ama benim oyduğum doğru mu ya hata mı siz bir defasın? Belki iki değişik mümkün. Sizlerin tarafı da bunu Süleyman zamanında isabetini tutacak kolaylaştırılgan, asanlaştırılgan. Hatta kötü vakti bunu canlı mübaşir yap koydu, canlı yayında televizyonda bunu kıldı. Şükürler de isabetinde bir liderlik sütü varken. Çünkü Birleşik Hükümetler Genel Sekreter Boğan aşağıda önemli tutkanları çıkıplar devlet oturuyorlar. Öyle kafa vermez. O şekilde Türkistan'da yaptığı izleyete biraz da dikkat Boğan bir lider olan adam Boğanlar için bir yerde şunlar böyle kalıplı ki Minsk'e nail Boğan bir iş oldu kıskısa bir vakıda. Böyle halis bir niyet bakan bir düşünüyor ki insanların orada bir millet müstahacı kılarınız. Ve da kıskı yapıyor, sizlerin uzun soyadınız. Köp rahmet. Başka sual soraydı Allah. Assalamu alaikum. Ma nimeni azraq nim baqayli, o'zgartib baqayli havoni. Ma Dilshod apandim statistikani mutaxassisga hamda mana hozir bugun tanıyaptım hemen. Ama şu bizning nüfus jihatdagi jidilimiz faqat tugimidi. Menmi bunda to'g'riliq jiq to'liq ma'lumotga ega emas. Shu sansipirlarning davomli o'xshamay har yerdan har xil davatqinimizga ichim pushqanning birisi. Shuningga siz ashning bir qancha desak bo'ldi zodi nafosimiz, ahvolimiz nereden neyce? Şimdi bizniki hazırki şu vaziyette memleketki berip her bir nüfus tekşirişini kılamayacağımız için bunun fakat matematiklik ve istatistiklik usullarla ötkenki yıllarda tayinip durup şu şekilde ilip verilgen analizler ve usuller arkalık sanmak malumatlarını çıkışımız gerek. Bu fakat bizde emas, nirvin devletlerde bu usul ve analizler işletildi. Dünyada hazır asasen ilip verilen 5 yıl usul var. Yani teorik taraftan 5 yıl usul var. Bu 5 yıl usulünü hesaplap çıkandan keyin onunki hipotez testlerimiz, hipotez testi arkalık malum bir miktar içinde onunki neticesini çıkardı. Benimki Adem Sayı'ya gözetken kitapta birinci kısımda bütünlay muşu usullarını, kaidelerini kullanışı arkalık en ahırda çıkaran 3 xil netice var. Bu 3 xil neticeninki doğruluk derecesi %5. Yani şu diyenlik belirlen sayılık miktardan yaki %2.5 az yaki 2.5 %2.5 köp. Yani bu kadar arada bir tariflik var. Şu tariflik arası asasen vaktımızdan Şerif Türkistan'daki şu andaki umumi nüfusunu yani Xitaylar işiyle, Xitaylar dahi umumi nüfusunu 40 milyonda yakınlaştı deyimiz.
Ama Şarkı Türkistan halkının özününki nüfusu şu anda 25 milyona yakınlaştı deymiz. Bu 25 milyon içinde Uygurlar nüfusu 18 milyonda biraz artırarak. Kalan 5 milyonda yakın nüfus olsa, yani 6 milyona yakın nüfus olsa, kalan Şarkı Türkistan'lık halklarının. Bu arada birisi ötken bir özgürlüğünde karışıklı Moğollar Şarkı Türkistan halkı hesabından dediğim. Bizden fazla gücümüz aciz. Biz bütünlüğü halkaralık teşkilatlarındaki halkaralık, yani Birleşmiş Devletler yoki Avrupa Birliği'miz teşkilatlarının belirli standartlarına karayımız. Şu standartlarga uygun şekilde söylesek, evet, Moğollarını bizimki yerli millet, yani Şarkı Türkistan halkı sayıldı. Ama Xitay'ınki 1949'da hesaplasak, onlarla yani bir 100 yıl için yani Şarkı Türkistan halkı da hesaplayız. Bununki kaygısı bu. Yani bunun artık biz yok emasla bilirişimizde malum bir kaygını çıkaramayız. Şunun için hazır sizin dilinizde okşaş olmayan teşkilatlarınki okşaş olmayan nüfus miktarı ya. Bazen de kötülük ahvallarını çıkarımız. Bazı da işi ağırtıp kalsın, belki bir sanlık miktarını yukarı gösterüş bizim için bir kıl bizge paylılık etildiğinde keskimiz ama bizge bunun paylısının zihnin çıktığı görelemiz. Çünkü siz arız kıldığı yerlerimiz garip şarkı emez. Yani diktatör devletler emez, demokratik devletler. Garip ki arız kıldığı garip halkının ki umumlaşkan bir kültürü medeniyeti var. Yani seninki ahvalında muhabbet kelamdı kememdi. Siz kopup hazır kolunuzda işkanda olsan da 1949'da bir sanımı yok. 1953'te Xitay sanımı bir sanımı yok. 1980'de değil mi? Mançurlar sanımı bir sanımı yok. Her ne kadar önemli teorilikleri ise kayıt şeklinde belirlendiği o ayrı bir mesele ama bizim aldığımızı koyulan resmi sanlık miktarlar bu. Biz bu sanlık miktarlarını asas kılırız. Bundan başka, yani dikkat kılışımızı değiştiklerse, malum halkaralık yığınlarını, bu devamlılık kıtılgan yığınlarda mevcut. A kişi çıkıp 30 milyondaydı, bir kişi çıkıp 40 milyondaydı. Bakın canlılar için, yani canlı insanlarla bir tarafta oturup, fakat bir canlılar için 100 milyon sayının maddi kalkıp farkı var. Yani biri çıkıp bir yerdeki köy sahne 2 milyondan 3 milyon daha bilsiniz, halk sizin közünüzü karatma yalan sözleri çıktı deydi. Yani bir insan toplumu için, yani toplamsız 30 milyon, 10 milyon diyenler maddi yetirebilsem, yani bazı devletlerin kança hassisi. Yani onun için bütün teşkilatlara, bilince her ketimde söyleyişlerinde değinen, ya siz 40 milyondan o mu 40 milyon diyorsun, o mu 40 milyon diyorsun, bitti. Ama benimle çıkıp 40 milyon, benimle çıkıp 50 milyon, hatta ben Türkiye'ye 22 ayda 30 milyon açtım. Ben Türkiye'ye vaktımda 30 milyondaydı, o teşkilatlar sinirlerine hazır 30 milyondaydı. Yani bu insanlık miktarı, yani Şarkı Türkistan'ın nüfusunu ya hazır bazen de desek zaten bizim için iyi. Bazen özür Xitay'ın ki bakınlar her zaman deyimiz Xitay özü 1949'dan bir kırgınçılık kılıvatıda dediğimiz zaman nüfusumuz yüksek derecede üstün kılıvatıdır. Yani şunu da Xitay yani 1944'de 1945'te 44'te için Cumhuriyet'te nüfus taşırış kılan o vakti de dayan nüfustan 7 milyon Şarkı Türkistanlık var. Bunun içinde Xitaylar az. Hakikaten %3 gün bamayla vakları. 7 milyon nüfus var ama 49'daki 53'deki Xitay Halk Cumhuriyeti'nin ilan toğunu 4 milyon manası.
Yani siz gidip bir yok meneki 7 milyon nüfusun battı deyişiniz için onun aldığındaki miktarlarını karaş gerek ve onun kendindeki miktarları karaş gerek. Onun için bütün teşkilatlara ve şahıslarıyla belirlenen şu aşiretliğimizin bize bir faydası gelmeydi. Hazır eğer ki yani şunu da yani ki araştır ve tatkik kılan sanlık malumatların eğer matematikimiz bugün doğru çıkartkan olsa, istatistikimiz bugün doğru çıkartkan olsa, o halde Şarkı Türkistan, şu an Şarkı Türkistanlık olarak nüfusu 25 milyon deyimiz. Şarkı Türkistanlık halkının nüfusunu. Xitay'ın ki bakın şu anda Xitay'ın nüfusu 15 milyon, hazır bana yakında yana köç ekavatıdır. Yani aldığımızdaki 30 yılda Xitay nüfusunun ki 30 milyonda gerikanlığını teraz kılıvatımız. Ama Şarkı Türkistan halkına nüfusu çıktı da bu yerdeki ösüş nispeti derman hayatı mühim varsa biz karsak buldu mesela Uygurlar 20 milyon olsa bütün 21 milyon ve üstü olayımız ama 20 milyon insanın içinde 1 milyon insanın ösüşüyle 10 milyon insanın içinde 100 bin kişinin ösüşü bu matematiklik ve istatistik cihetki nahit çok fark. Onun için şu andaki nüfusumuzun yani Şarkı Türkistan'da olarak 20 milyon Şarkı Türkistan'daki nüfus olsa tahminen 39 yani 40 milyonda yakınlaştı desek bence hiçbir şekilde hatalaşmayımız da rahmet. Çok rahmet. Sual cevap kısmımızda bu şeyde ahırlaştıraylı. Sözlük uçlarımızga köp rahmet. Sual sorğanlarıma köp rahmet. En ahırda jepeleş nutqunu sözleştin avval bir iki faaliyet var tunuşturduğun. Biri Aziz İsa Elkun akimizdeki yeni çıkan kitabı hakkında iki ağız söz kılış talebi var. Azizga sahnege merhamet. Sözlük uçlarımızı öz orullarına teklif kılıman. Assalamu alaikum. Avat geçilmedi bu. Ben evde söyleyemez miyim? Ne? Assalamu alaikum qarindoshlar. Kechiringlar. Temperaturam ozroq o'rnida, ammo men o'ta vaqtda ko'p so'zlamayman. Bu bir ilmiy yig'in bo'lgandan keyin shu ilmiy savol so'rsak, ilmiy javob bersak, hammamizning o'xshagan dunyo qarashlari va masalalarda biz bir tillik xalq. Tilimiz bir, dilimiz bir tushuna olamiz. Buni deydiganim shu. Bu chiqishimki maqsad vaqtimdan ko'p olmayman. Hammalarning xabari bor. Bizningki atoqli shoirimiz Qashqarning Chimanqushi Chimangul Avut hozir tinchimiz salomat deb o'ylayman. Shu Chimangul Avutniki adabiy taxallus Chimanqush. Chimangul Avut qatorliq turmadagi Uyg'ur shoirlariga, adiblarimizga bag'ishlangan shuni tem qilgan asosdagi mening mushu oldi 20 yil mushu 20 atrofida yozgan she'rlarimning bir qismini 2 yildan buyon yanımda o'tirgan singlim Amina turkchaga tarjima qilib mush yig'inga ulgurib bir kitob Turkiyada nashr qilindi. Men belkim tanımadan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Men o'zimni qisqa ta'riflay, ismim Aziz İsa Elkun. Men Angliyada, Londonda yashayman. 25 yildan ortiq bo'ldi. İkinci qatim bu İstanbul'daki bu davr ve biz yig'inga qatnashishimiz albatta bu yig'inni o'rnashtirgan Erkizdir akimizga va Uyg'ur
projet fondiga alayda rahmat aytaman. Bu ko'p tirishchiliklar badal kelgan bir fursat, şu bu fursat qadrlasak, demoqchi bo'lganim bu bizniki bir ommaviy tashkiliy bir ilmiy bir yig'inimiz. Bu fursatda shu so'zimni anglanglar rahmat. Bu kitap shu Türkçe neşridan chiqdi. 10 neşriyat tarafidan Ankara'da. Bu kitap nayet yaxshi. Bununla iki Uyghur profesör Erkin Ahmet ve Alimcan İnayet ve şundaqla qaysi universitetniki İGA Üniversitesi Feyyaz Sağlam profesör nayet yaxshi fikir bergan, yani Uyghur şe'riyati cümleden bugungi kunda O'rta Osiyodagi bu edebiyot Uyg'ur she'risiz biz söz açamayız. Uyg'ur she'riyati yana mayli London bo'lsin, mayli Stockholm bo'lsin, mayli İstanbul bo'lsin, Uyg'urlar o'ziniki til va madaniyatini nayati saqlab, o'ziniki dunyo qarshi tafakkuri va bo'layotgan shu irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarning madaniyat yo'qotish bu tragediya qarta Uyg'urlarning hech bir vaqt qalam to'xtatgani yo'q degan temada qisqasi Türkiye xalqiga Uyg'urlarniki bu ko'p temadagi bir she'rlar to'plami bunu sizlarga tanishtirmoqchi. Meniki men so'zni berib tursak, so'z navbatini singlimiz Aminaga beray. Qanday ishladi siz bir kitobni siz qilib berib. Rahmat. Assalomu alaykum, yig'in qatnashgan onalarga. Ovoz chiqyaptimi? Yan bir besin. Assalomu alaykum, yig'in qatnashgan barliq ustozlar, onalarga mendan salom. Chiman qush degan bu she'rlar to'plami Azaysa Alkunninki Azkamning 250 parcha she'rlarning ichidan tanlab tarjim qilindi, eng nodir she'rlardan. Bu mening 3-chi turkcha tarjim qilingan 3-chi she'r kitobim. Men bu yerda endi nima demoqchi deganda, Azkamninki bu she'rlari bo'libmi? Endi muajiratdagi shu Uyg'ur shoirlarning hissiyotini masalan pek yaxshi ifoda qilgan. Undan boshqa masalan bizning boshqa Uyg'ur shoirlarning shu Çıqlar menden soraydı, sizin işgidayım şiirlerini tercüm kılsız depçu. Çünkü şiirini okuğa adam mesela az vaqti bor adamı bir kublit şiir okusa, aşınardım bir mesleğini his kılalaydı. Bunu muaciratdagi Uyg'ur shoirlarniki hammasi bir xil dardlik, hammasidan qalbidan bir xil vatanga bo'lgan seg'inish, lagerdagi ota-ona urug' tuqqanlarda bo'lgan ansirash, mesela muaciratdagi qo'rqinchli tushlar, nurg'un insonning eng cho'nqur his tuyg'ulari, eng cho'nqur tafakkurlari bu she'rlarda pek ixcham mujassamlangan. Shunga hamda ba'zi vaqtda yo'g'on kitoblarni, uzun maqolalarni biz o'zimizdan asas bo'lg'achqa qiziqib, diqqat qilib o'qigan bilan boshqa millatlarni o'zininki kasb doirasidan sir pek o'qib ketmaydi ekan. Lekin turklarda bir so'z borchi, 3 turk bo'lsa bir shoir bo'ldi deb. Turklarda she'rni pek yaxshi ko'rdi, she'rni pek yaxshi o'qiydi. Shunga mening menda bu she'rlarni tarjima qilishdagi maqsadim shu turklarga o'zimizning Uyg'ur adabiyotini, Uyg'ur she'riyatini va Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tunishtirish. Oldindan Azizkamni men chunki undan tabriklayman she'rlar orqali. Amallar rahmat. Artık yakalay. Ama Türkiye Yazgıcılar Birliği İstanbul Şubesi'de bizdeki Salime Kamalladimizdeki Edebi İcadiyat Hayatı ve Tunç Katımlık Tarım Edebiyat Mükafat Taktiş Murasım buldu. Hemen olan teklif kılımız. Şunakla Seyşembe günü keç saat 5'te yani okşaş yerde Türkiye Yazgıcılar Birliği uyuşması İstanbul Şubesi'de Azizkamninki muşyan çıkan Çimen Kuş kitabını Türk şair, Türk dünyasına tunuşturuş, kitap imzalaş, faaliyeti buldu. Vakti yetken hemen ona şey teklif kılınız. Orni şu İstanbul yaşayanlar bilirler. Tramvaydan Sultanahmet'e basanlar. Sultanahmet'in kaynalarga yani çemberli taş qarab 100 metr manğa vaqtda Türkiye Yazgıcılar Cemiyeti aşağıda nimalarga yasanlar buldu. Negosiyasyon yasanlar oldu. Sizlarni şeyga apırıp koydu. Google xaritam.
Erteki faaliyet etigen saat 10'da başlandı. Saat 10'dan saat 1'gacha biz Salim Adam'ınki edebi akbarat hayatı eserler hakkında bizden her miyadaki bir qancha ustozlarımız özünün mülahizelerini okup ötüdü. Çünkü saat 2'den 4'gacha anlık bir saat demelişimiz var. Saat 2'den 4'gacha biz tarım edebiyat mükafatını tanıştırış, onun kıymetini düşendiriş, bundan keyinki planlarımızı ortaklaşış kayındaşlarımız bilen. Andın Salim Adam'ga mükafat taqtish murasimini yapıp baramiz. Köp rahmet. Çok rahmet. Ahırda bizninki 2 gündən buyan cevap tatip bizge leksiya tayyorlab so'zlab bergan so'zlaguvchilarimizga bir taqdirnomamiz bor. Barliq so'zlaguvchilar isminglarni bir-birlab atamay hammanglar sahnaga chiqqan bo'lsanglar. Taqdirnoma taqdim berish uchun, teşekkürnoma taqdim berish uchun Uyg'ur Project Fondining boshlig'i Doktor Erkin Sidiq apandimni taklif qilaman. Pastga tizilsaq yaxshi bo'lgudek sahnaga debdiman. Rasmga tortimizmi, nocha chiqqani yaxshi ham maylanadi. Fikrim şeşilip get babasını tutup men. Rasm şu müşahede oltahanlardan bir 10 kitap var. Elbette meniki hediyem buluş gerek. Şu Türkiye'de tuğulup özken Türkçünü yaxşı düşüneyleydiğen şu 10 qeyrendişimi kullanılan götürülen 10 kitaplarda öyle olmuş edin. Qağanlarını sırtına setip alışlar. Hadi çakka çıkılamayayım, onu matrapta çıkılamayayım, onu bir sen bir şey edelim. Aldılar mı o sözlükçülerge teşekkürnamı taktı olayla andın keyin çıkınlar vallahi. Bu akıl kalsın hem de ben unuttum ben. Oldu. Allah. Mau farkındaş için yerini fakat çıkarıyorlar. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarni bir alqishlayatsak.
Undaqda keyingi qadam onu kitapni topishib oldigan qarindoshlarimiz sahnaga chiqqanlar kitapni qo'linglarga birdan beray. Aziz Kamil, Ammo turkchani o'qib tushunib yoza oladigan qarindoshlarimiz bo'lsa yaxshilarimiz ko'proq chiqinglar. Yoshlar. Yoshlarga berdik emas, cho'nglarga emas. Biz ve şu usta Türkçe'ye kitap suyundakta Endi yetmedi mana. Aşmaydı sizin. beş kitap, 10 kitap sürtüp kaçın kaldı, oturup kaçınlar kem kaldı. Değil mi? Sırtta bağlı değil mi Aziz Kaya? Sırtıma kem bir gel ay kitap vardı. Yine aklında açtı. Aşağıdımdı. Bunda kozam imzanı Aziz Kamil'de sırtta elini onlar valla sen durup Kaçınlar tekmeyeceğim diyor. Bu miniki. Ahırda Erkin Sıddık Efendim'inki yetiliş nutku var. Şunu anlat. Yığınla akıllaştırılan kim kaçsa kaldırıp kayıt etmesek. Kayıtta birine geldiniz mi? Uzun zaman. Bak ben sizge şunlarga sizge ayetim berey aldım. İmzalaş faaliyetini bu yerde kullanmayız. Ezka. Sen durup sırtta. Ahırda Erkin Sıddık Efendim'nin yepiliş nutuk sözlep birişki teklif kılımı. Hani kızgın karşılayla. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Hozir qadar o'tirib qolgan amallarga chin ko'nglimdan cheksiz rahmat aytaman. Bu yil faoliyatni qaytadan boshlayman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozir bu so'rinda xalji qarindoshlar o'tirib berdim. Shu oxirgichilikni aytib suyundim sizlardan. Sizlarga ko'p rahmat. Bu yil bizniki bu faoliyatni qilishimizniki 2-yili bo'ldi. O'tgan yilga qaraganda bir baldak ilgirdik deb o'ylayman. Sababi nima degan chog'da o'tgan yilni vaqtiyatni biroz qisqaroq bo'lib qolib, 2-kuni savol javobni qat'iy qilmagandik. Bu qatim savol javobni aytibdan epadik. Har bir 3dan burun 2 qatim, 3dan keyin 2 qatim degandek. Bu bir zo'r ilgirlash bo'ldi. Ondan keyin odam soni o'tgan yildan yaxshiroq bo'ldi. Shunga men intayin xushal. Endi bizamniki dastlabki ichilishni dedim. Amallarni kim kelgan qarindoshlarning hammasiniki bu qatimki faoliyatdan bir narsani asli tutib qaytishni umid qilaman. U bo'lsa nima desanglar, hozir bizning millat ichida umumyuzlik bir xil umidsizlanish kayfiyati biroz kuchayyotdi. Buning kelib chiqish sababi nima men dedim, biz bir ma'lum natijani ko'zlab chiqqan vaqtimizda u natijaga yetolmasak umidsizlanib qolamiz. Natija pek muhim. Biz har qanday ish qilsak natijani nishon qilamiz. Lekin natijaga erishmaslik butunlay bizning irodamizga bog'liq emas. Agar diniy o'lmoqimiz bundan biladi, amalni biz qilamiz, natijada Alloh biladi deb. Bu ashtaq narsa endi. Lekin bizniki qilayotganimiz amalni qilish endi. Shunga bu ishda o'zini atrofidagi odamlarga diqqat qilsanglar agar o'zini atrofidagi odamlar millat uchun deb bir yo'lga kirib, uni izchil turda davomlashtirib ketayotgan bo'lsa, ular bu ishni faqat natija uchun emas, balki uni bir milliy burch va tarixiy mas'uliyat nuqtasidan qiladi. Odam ochliq yashagan chog'da umrining oxirida bu nihoyatda ko'p narsaga erishgandek his qiladi, g'ammaydi faqat mumkin. Shunga men degan bu narsani asli chin tutishlarini umid qilaman. Endi degan o'yina faoliyatni arjinlik qilish to'g'riliq takliflar tushdi. Buni bizlar obdan o'ylashimiz bo'lgan ekan. Buniki o'ylagan bir qancha narsalarim bor. Masalan, bugungi mashg'ullik
leksiya jarayonida ba'zi liseyachi qarindoshlarimizniki vaqti qisqa bo'lib qoldi. Endi keyincha buni bir odamga yarim soat qilatmay, uniki mazmunini qarab turib, masalan, ustozimizniki lekin bir soat qilmizmi degandek biroz o'zgarishchan qiladigan unum bo'lishyapman. Andan keyin nimani kitob chiqarishni arjilik qilib, leksiyani 2 yilda bir qilmizmi buni bo'lishyapman. Men qaytib qolgandan keyin bizniki Uyg'ur Project Fondiniki direktori bilan maslahatlashib bu ishni kelarida qanday qilamiz shuni bir qaror qilib biz baldir o'qitiramiz bu ishni. Lekin Xudoyim bo'lsa, ma kitobni arjilik chiqarib menish planimiz bor. Nimishqa degan chog'da bu bir tarixning xotirasi. Hozirgi mushunday bir vaziyatda Uyg'ur ziyolilari nimani o'ylayotdi? Millatni yetaklash, millatni ichida saqlangan masalalarni hal qilish jihatlarida qanday ideyalar kelyapti, buni xalqqa, avom xalqqa bildirish kerak. Mushu ashta qilishniki bir munbir endi. Shunga Xudoyim bo'lsa, bu ishni biz qaytib qolgandan keyin yana davomli o'ylashimiz. Qisqasi, sizlarniki mana shunday gapirishinglar biz uchun bir xil ro'yi uzuq, madad, ilhom. Allohga ko'p rahmat. Bizga oson to'xtamaydi bu ishni qilish. Ashta boshqa agar adam kelmasa bizni qarashimizniki ancha unum bo'lmaydi endi. Bundan keyin ko'paytiradigan yana bir ishimiz ehtimol bir qism kishilarni shu maqola yozgan qarindoshlar bilan suhbat shaklida ayrim biroz o'tkazishimiz mumkin. O'tgan yilgi leksiya bilan majlisga leksiyani qo'shgan chog'da bizda hozir 40 odamning leksiyasi bor. Mush 40 odamning leksiyasini har bir odamnikini bir taldan YouTube videosi qilib chiqartmoqchi buni. Shunga qolgan majlisga kelmagan qarindoshlarni uni ko'raydi. Bu ishni qilmoqchi. Eng oxirida delegatlarimiz sizlarga amalga ko'p rahmat. Xudoyim bo'lsa, kelarida ko'rishaylik. Erkin Sidiq efendimning yapilish nutqi uchun ko'p rahmat. Shuning bilan bizningki bu qatimliq İstanbul'da 20 leksiya 2024 muhokama yig'ini faoliyatimiz oyoqlashdi. Arada tashakkurnoma olmaganlar bor ekan. Erkin Kamdan elib olsanglar yoki Erkin Kam taqdipasi bo'ldi. Hammalarga ko'p rahmat.